Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 2. bölüm. 1. bab Allah'tan korkuş. 110. bet. 3. Ötküzgen günahları sebeplik yaman aqabat qilishdan korkuş. Mana bu Allah'tan korkuş sağalarının en büyüküdür. İçimizi günah ötküzüp bakmaganlar var mı? Közünü Allah haram kılgan narsalardan saklayalıganlar var mı? Gayvet şikayet, söz çöçek, meskarvazlık ve çekiveliş, demikini qiqish qatarlıq günah batqaqlıq çöküp düşmügenler var mı? Aramızda kim ömür boyu birer Müslümanға yaman güman kılıp bakmadı? Aramızda kim mecburiyet emellerden birerin salqaraş ve orulluqtan tarak kılıp bakmadı? Aramızda kim ata-anası, oruq tuqqanları, kulum qoşnulları, belki ayal ve balı çaqıllarının öz üstüge hukuklarda kemçilik ötküzüp bakmadı? Aramızda kim ömür boyu yiygen narsalarının bütünlay halal bo'lishga kafalat qiladi? Kim aramızda Müslümanға emir ma'ruf ve nahi munkar qilish majburiyatini to'liq ado qiladi? Aramızda kim Allah'ın şeriatini qo'yib birer qatim havo hevasga ergishib bakmadı? Kim aramızda va'dasiga xiloflik qilib bakmadı? Kim aramızda qat'iy yolg'on so'zlab bakmadı? Kim aramızda o'zining qilgan ishi, so'zi, imkoniyati va taat ibodatlariga tamanno qilmadi? Kim aramızda başqalarga hasad qilib bakmadı ve onundan tartib alıngan narsalar üçün xushal bo'lib bakmadı? Kim aramızda birer Müslümanға haqorat qilishdan ve onunğa ko'zga ilmaslikdan saqlanadı? Kim aramızda qarindishining obro'yini qo'g'dayoladi? Onun yo'qida arqasida turib qo'llayoladi? Kim aramızda amanatlarni, haq-huquqlarni so'liq joyida ado qiloladi? Kim aramızdan bilimden, amel ibadetlerinden, şan şerefleri ve nesabidan mag'rurlanib bakmadı ve özünün yuqorqi narsalarga bo'lg'achqa Allah nazardagi o'rni büyük deb bakmadı? Kim aramızda özünü Allah nazarida hammadan qaltis qilib bakmadı? Kim aramızda boshqalarga o'zining qilgan xizmati va yaxshiliklarini minnat qilib bakmadı? Aramızda kim yuqorqilarning hammasini yoki ba'sini bo'lmasmi hayotining ma'lum kunda qilib salmagan? Agarda biz o'tmishimizdan yuqorqidagi ishlardan birarini eslayolmagan taqdirdami, Alloh taolo hargiz unutmaydi. Ular bo'lsa unutib qolgan. Allah hamma narsani ko'zib turguchidir. Mujadila surasi 6-oyat. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Ya'ni farishtalarni amallaringlarni yozib turishga buyurdik. Jasiya surasi 29-oyat. Undaqda men ve siz günahımızın barlıqıga işençide, yaxşılıqımız barlıqıga gumanda qaraymiz. İbn Mesud radiyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ko'zga ilinmaydigan kichik gunohlardan saqlaninglar. Shubhasizki, o gunohlar bir odamda yig'ilib, oxirida uni tugashtirib o'tadi. Peygamber aleyhisselam bunga misol keltirib mundaq dedi. Kichik gunohlarning yig'ilib bir odamni aloq qilishi çöllük zumunga tushgan usti bir odam kelib tamoq hazırlash uchun o't qalmoqchi bo'lgan kishilar birdan ikkidan tamashtirib kelib bir döv bo'lgandan keyin o'tin dövsük o't yoqib tamoq pishirgan bir qavmning ahvoliga o'xshaydi. Ahmad rivoyat qilgan. Peygamber aleyhisselam yana mundaq deydi. Bir ayol bir mushukning tamoqini bermay va zimindagi asharatlarni yigili qo'ymay bog'lab qo'yib o'ldirib o'tganlik uchun do'zaxiy bo'lib ketgan. Ahval mana shundoq tursa, qandoqmi gunohlarimizning vobali qilishdan ansirmay turayli? Hamda Alloh taolo payg'ambarning amriga xiloflik qiluvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yo oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin degan tursa, qandoqmi gunohlarimizdan xotirjam bo'layli? Halbuki Peygamber aleyhisselam dualarda mundaq deydi. Sana sığınıp yaman qilmishlarimdan panoh tilayman. Nefsimizning yamanlıqlarından ve amellerimizning yaman aqıbat elib kelishidan sana sığınıp panoh tilaymiz. Ba'zi bir kelime sözmü egisini 70 yıl do'zaxga mahkum qilib qo'ydi. Bu vaqtda Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Bir kişinin hech narsa bo'lmaydi deb qarab da'vatgan bir og'iz so'zi uni do'zaxda 70 yil azobga qo'ydi. İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Belki bizning ko'zga ilmay so'zlab sağan, qilib sağan, ammo Allohning nazarida cho'ng gunohga yotadigan talay ishlarimiz bo'lishi mumkin. Bilmaydigan narsalarni og'zingizga oldinglar, uni sal chaqildinglar. Halbuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. Nur surasi 15-oyat. Anas ibn Malik radiyallahu anhu mundaq deydi.
Sizlar ba'zi amallarni qildinmi inchik ko'rib qilyapsizlar. Halbuki biz Rasulullohning davrida shu qilayotganlarni Allohning azobiga yo'liqtiruvchi cho'ng gunohlar qatorida sanaydik. Bilal ibn Said mundaq deydi: "Sen xatoning kichikligiga emas, balki kimga osiylik qilayotganingga qara." Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi: "Bu yerda gunoh masalasida kishilar xatolashib qilayotgan mundaq bir inchik nuqta bor. U bo'lsa-mu, ularning o'zlari qilgan gunohning ta'sirining darhol aks ta'sir ko'rsatmaganligiga qarab, uning ta'sirining kechikibroq bo'lganligini unutib qolishidir. Acaba mana bu inchik nuqta sal qarash tufayli qanchalagan kishilar halokatga giriftor bo'lganda, qanchalagan ne'matlardan mahrum qolganda, qanchalagan azob uqubatlarni tortganda, mana shu inchik nuqtadan nadonlar tugul olimlar, qozilar ichida behuda yurganlarmi to'la. Ular gunohning go'yo osti xarakterlik zaharga o'xshash bir mezgildan keyin bo'lsa-mu vaboli bo'lganligini va kasalni yoshirsa o'lim oshkora bo'lganligini bilmadi. İmam Ahmad ibn Hanbal Abu Dardoning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Sizlar go'yo Allohni ko'rib turgandek ibodat qilinglar. O'limni ko'z oldinglarga keltiringlar. Bilinglarki, hojatga yaragan oz narsa xatarga yo'liqtiradigan ko'p narsadan yaxshidir. Bilinglarki, yaxshilik yo'qolmaydi, yomonlik unutilmaydi." Sulaymon at-Taymi mundaq deydi: "Bir odam kechada gunoh o'tkazaveradi. Tong otganda gunoh uning xor bo'lishiga sabab bo'ladi." Zunnun Misri aytadi: "Kimki Allohga maxfiy xiyonat qiladi ekan, Alloh uning satchiligini oshkorlaydi." Alloh taolo mundaq deydi: "Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik." Ankabut surasi 40-oyat. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qiladi ekan, buning uchun dunyoda va oxiratda jazolanadi. Nisa surasi 123-oyat. Qur'on Karimda ushbu haqiqatni muayyanlashtirgan oyatlar ko'p bo'lib, Alloh taolo mundaq deydi: "Alloh ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular qilmishlarining jazosini tortdi. Ularga masxir qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi." Nahl surasi 33-34-oyatlar. Şoňlaşqa bende her qandaq musibat yo'liqsa, gunohlari haqida o'ylanishi va gunohlardan qandaq poklanganlik ustida tafakkur yurgizishi lozim. Alloh taolo mundaq deydi: "Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yarmiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida bo'lsa mushriklardan 70 kishi o'ldirilgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga erishib bo'lganliginglardan bo'ldi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir." Ali Imron surasi 165-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nohaq yavilish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoimizdir." An'am surasi 146-oyat. İbn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: "Odam bilan Havvoni lazzat, ne'mat, xushalliq va shadxuramlik makoni bo'lgan jannatdan dard alam, g'am qayg'u va musibatlar makoniga chiqarilib ketishiga sabab bo'lgan narsa nima edi? Iblisning jannatdan qo'g'ilishiga, eng qabih va sat shakliga kirgizilib, ichki dunyosi tashqi shaklidan qo'rqinchli qabih qilinib qo'g'lab chiqilishiga, yaqindan yiroqqa palanishiga, shundaqla uningdagi rahmatning la'natga, go'zallikning qabihlikka, jannatning lavildab turgan do'zax o'tiga, iymonning kufriga, samimiy do'stlikning eng ig'ir o'ch adovat va dushmanlikka, zikr va takbir tahlil shuarining kufri, shirik, yolg'onchilik, aldamchilik, buzuqchilik shuariga, iymon libosining kufrlik, fosiqlik va osiylik libosiga almashib qolishiga zot nima sabab bo'lgan? U ana shular tufayli Allohga nihoyat beparvo qaragan, Allohni ko'zga ilmagan va Allohning g'azabiga yig'ivasimi havoyivasga agashgan. Eng ig'ir azob qiladigan tursimi yomonlikda haddidan oshgan. Shu sababdan barliq fosiq va jinoyatkorlarning katta beshiga aylangan va shu taat, ibodat va yaxshiliklar o'rniga yuqorqidek katta bosh bo'lishini o'ziga ravo ko'rgan edi. Butun zamin ahlining tog'larni o'rab olg'idek to'fon balosida g'arq qilinishiga sabab bo'lgan narsa nima edi?
Küçük boranның at qavmini xuddi xurma darxining po'r köteklardek munloq atqizib, jinini elishiga sabab bo'lgan narsa nima edi? Samud qavmiga yuraklarni pari qilib jonni oladigan ovozlarni avatishga nima sabab bo'lgan edi? Lut qavmining yurt makonlarini itlarining ovozini farishtalar anglagudek osmonning qa'ri ko'tarib chiqib, andin dum ko'mtirib, ularning yurtlariga osmondan ustilab sopal toshlarni yog'dirib, butunlay halok qilib o'tishiga, ularni hech qanday ummatning beshiga kelib boqgan azoblar bilan jazolashga nima bo'lgan edi? Shuaybning qavmiga o't yog'dirgan qora bulutlarning avatilishiga nima sabab bo'lgan edi? Firavun va uning qavmining dengizga g'arq bo'lishiga nima sabab bo'lgan? Qarun va uning uyi, mal-mulki, oila ta'balarini yer yutishiga nima sabab bo'lgan edi? Yasin surasida tilg'ilingan eliq qavmning qattiq bir ovoz bilan qatirlib qo'yishiga nima sabab bo'lgan edi? Alloh taolo bularga javoban mundaq deydi: Gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Ularning ba'siga tosh yog'dirdik. Ularning ba'sini qattiq tovush aloq qildik. Ularning ba'sini mol-mulki bilan qo'shib yerga o'tkazdik. Ularning ba'sini suvda g'arq qildik. Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga zulm qildi. Ankabut surasi 40-oyat. Jubayr ibn Nufayr mundaq deydi: Qibris fath qilinganda uning ahli qo'rqib yig'lashga boshladi. Keyin men Abu Dardoning yolg'iz o'ltirib yig'layotganini ko'rib qoldim. Shuning bilan uning yeniga berib: "Ey Abu Dardo, Allah islom va musulmonlarga shon-sharaf ato qilgan bugunkidek bir kunda nimaga yig'laysan?" deb so'radim. U mundaq dedi: "Ey Jubayr, bu sening nima deganing? İnsanlar Allohga naqadar sal qaragana, ular saltanatga ega, qahrlik bir millat bo'lsa qaramay, Allohning amriga bo'ysunmay, uning ko'rsatmalariga amal qilmagan edi. Ko'rayotganingdek, Allah ularni mana shunday ahvolga duchor qildi." Savban radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Kishi qilgan gunohi sababli rizqdan mahrum qiladi. Imom Ibn Majah rivoyat qilgan. Salaf solihlardan biri mundaq deydi: Men Allohga asilik qilib qolsamla, shuning vabolini bir bo'lsa menizgan hayvonimdan tortaman, bir bo'lsa ayolimdan. Shunga musulmonlar gunohlarining oqibatidan uzluksiz qo'rqishi lozim. Bunday qilish uni davomli: "Ey Alloh, sening roziqing orqali g'azabingdan panoh tilayman. Sening qo'g'dishing bilan sening azobingdan panoh tilayman. Sen bilan sening do'zaxingdan panoh tilayman" deb Allohga iltijo qilgan holda yuzlanishga aylakchi bo'ladi. Bu xil qo'rqish u kishidan toki o'lganga qadar va farishtalardan xushxabar anglagan qadar ayrilmaydi. Ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, "Qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'd qilingan jannat uchun xushal bo'linglar" deydi. Biz hech qachon o'tmishdagi gunohlarimizning qanday bo'lganligini, Alloh taolo u gunohlarni mag'firat qilganmi yo'q, buni bilmaymiz. Mushaqqa kelib biror kishiga osmondan uning Allohning azobidan aman qoldiganligi imzolangan biror kechirimnomaning tushganligini anglamadik. Balki Alloh taolo mundaq deydi: Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqt to'shirgan mahkam bir ahd tuzishganmi? Ulardan so'rab boqqanki, ularning orasida qaysi yuqori ishlarga kibirlik qila oladi? Qalam surasi 39-40-oyatlar. Uvays Qarnining mushu vasiyatini ko'z oldimizga keltirayli. Sen Allohning amr farmonlarini ijro qilishda xuddi o'zingda butun insonlarni o'ldirish gunohi bor kishidek tuyg'uda bo'lgin. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Mehdi Hilalining Avval iymon nomli kitobi huzuringlarda. 2-bölüm. 1-bab Allohdan qo'rqish. 117-bet. 4. Allohning g'azabidan qo'rqish. Alloh taolo mundaq deydi: Payg'ambarlarni inkor qildigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga ketishi, g'aflatda uxlayotganlarda kelishidan qo'rqmamdi. Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarda kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning mikridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nozil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning mikridan qo'rqmaydi. A'rof surasi 97-oyatdan 99-oyatgacha. Alloh taolaning rahmati g'azabining oldida, mag'firati azobining oldida bo'lsa-mu, biroq ba'zi ishlar Allohning g'azablanishi sabab bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi:
Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Zuhruf surasi 55-oyat. Ana shu Alloh taologa osilik qilish, Musa alayhisalomni yolg'onga chiqarish va u elib kelgan mo'jizalarni inkor qilish orqali Allohning g'azablanadiganliklari uchun Alloh ularni bu dunyoda azoblagan va hammasini dengizga g'arq qilgan edi. Ularning gunoh ma'siyatlari shu darajaga borganki, jinoyatlar Allohning g'azab qilishiga va qattiq jazolashiga sabab bo'lgan edi. Alloh taolo mundaq deydi: Parvardigoring zalim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunday halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir. Hud surasi 102-oyat. Payg'ambar alayhissalomning duolaridimi bu vaqtda mundaq bayonlar qilingan: Ey Alloh, bergan ne'matingning uzilib qolishidan, amonliqimning o'zgarib qolishidan, tuyuqsiz jazolashingdan va jami g'azablaringdan panoh tilayman. Imom Muslim rivoyat qilgan. Yuqorqilardan hargizmi inson gunohi ma'siyat o'tkazmasala Allohning g'azabidan aman qoladi degan ma'no chiqmaydi. Balki ba'zi kishilar itoatmand, salih bo'lib, jamiyatda tarqalib ketib borgan yomon ishlarni tark etgan holda xilvatda ayrim yashaydigan, ammo jamiyatdagi ashu yomon ishlarni isloh qilishga urinmaydigan biri bo'lishi mumkin. Bundaq ahvolda uning bundaq yashashimi uni g'azabga yo'liqtirishi mumkin. Alloh taolo bundaq deydi: Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning boshiga kelish bilan cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Anfal surasi 25-oyat. Ibn Abi Dunya İbrahim ibn Amir as-San'anining bundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo Yusha ibn Nunga: "Men qavmimning yaxshilaridan 40 mingni, yomonlardan 60 ming halok qilmoqchiman" deb vahiy qilganida u: "Ey Rabbim, yomonlarni halok qilgin, av yaxshilarning gunohi nima?" deb so'radi. Alloh aytdiki: "Chunki men g'azablanganlarga ularmi tan g'azablanmadi, balki ular bilan ulfatlashib, o'zaro birlikda yeb ichib yurdi." Ibn Qayyimning Adda va Taddawa nomli kitobi 90-betda e'lon. Mus'ardan mundaq rivoyat qilindi: Farishtalardan biri ma'lum yurtni dumkim turishga buyurdi. U farishta: "Ey Rabbim, u yurtda paloni abid kishi yashaydi ekan" dedi. Alloh mundaq dedi: "Sen ishni ashu abid kishidan boshlagin, chunki mening yo'limda uning chiroyi o'pim boqmadi." Zeynep binti Jahsh radhiyallohu anha rivoyat qilingan hadisda mundaq deyilgan: "Men Payg'ambar alayhissalomdan: Ey Rasululloh, aramizda yaxshi kishilar turuqliqmi biz halok bo'lamdiq deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: Shundoq, yomon ishlar ko'payib ketsa, yaxshilar uni to'smasa, shundoq bo'ladi dedi." Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Demak, yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sish majburiyatini tark qilishmi Allohning azobiga yo'liqtiruvchi asosiy omil bo'lib, Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Jinim ilkili bo'lgan, yana Alloh taolo bilan qasamki, kishilarning yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishinglar kerak. Undaq qilolmasanglar, qat yaqinda Alloh taolo sizlarga o'z tarafidan bir balo avatidi. U vaqtida duo qilsanglar, duoyinglar ijobat bo'lmaydi." Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Zoidlardan Amri degan kishi mundaq deydi: "Sening Alloh g'azab qiladigan ishlarni ko'ribmi, o'ziga na foyda yetkazish va na ziyonni o'zini dafi qilish qo'lidan kelmaydiganlardan qo'rqib yaxshilikqa buyurmay, yomonlikdan to'smay o'tib ketishing, o'zingdan ansirmagining va Allohdan yuz o'rganingdir. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi." Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Kishilar pul-mol sarf qilishda bexillashib ketsa, Alloh yo'lida jihad qilishni talab qilib, ziroat terish bilan band bo'lsa, Alloh ularga shundoq bir balo qazo yog'dirdiki, ular toki dini buyurgan ish qaytmoqcha azob ulardan ko'tarilmaydi." Imom Abu Dawud rivoyat qilgan. Umar radhiyallohu anhu davrida Madinada yer tevirganda Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: "Ey insonlar, bu nima ish? Navodi yer yana qaysi davrab qolsa sizlarni musharda turg'izmayman." Ka'b radhiyallohu anhu mundaq deydi:
Şübhəsizki zimin günah məsiyyətlər köp bolğanlıqdan təvrəydi. Amma Allah'ның bir bölük bəndiləri var ki, ular bu işlərinin özü kilib qilishidin qalbi qorqunç içində ötüdü. Ömer ibn Abdülaziz Arqay şialarga yazgan mektubida mundaq deydi. Maqsadga kelsak, haqiqatan bu kunlarda yuz berayotgan yer tavrish hodislari Allah'ның bəndiləri qilgan g'azabidir. Men har qaysi yurt ahliga kunlarda, oylarda zakat beringlar deb mektub yozdim. Kimning elinde sadiq qilgudek bir narsa bo'lsa, uni darhol sadiq qilsin. Şübhəsizki Allah Taala mundaq deydi. Küfrdən və günahdan pak bolğan adam məqsəd yetdi. O Pərverdigarının namını yad etdi. Ondan namaz okudu. Allah suresi 15-16 ayet. Adem aleyhisselam bunu duanı qılınlar. Adem aleyhisselam qılğan bunu duanı qılınlar. Pərverdigarimiz, biz özümüzge özümüz zulüm qıldık. Eğer sen bizge mağfiret qılmasan, bizge rahim qılmasan, biz çoxum ziyan tarqışlardan bulumuz. Sizler yine Yunus aleyhisselamның bunu duasını okunlar. Pərverdigarım, senden bölek hiç mabut yoktur. Sen cimi kemçiliklerden paktursan. Men hakikaten öz nefsimge zulüm qılğışlardan buldum. Peygamber aleyhisselam navad birer gün borallık ve tutuq bolsa çırayda bir xil ciddilik ifadalip qılattı. Arkadan yağmur yağsa ondan çıray içilip ciddiçilikler yok etti. Ayşe radiyallahu anha Peygamber aleyhisselamdan mundaq qilishinin sebebini sorğunda Peygamber aleyhisselam men ümmetimge birer azapның musallat bulup qilishiden qorqman deb cevap bergen idi. İmam Bukhari ve Müslim rivayet qilgan. Ubeydullah ibn Abi Nadir mundaq deydi. Atam bana mundaq bir işin sözlep bergen idi. Onun deyişçe Enes radiyallahu anhu dövrde gün tutuluş hadisi yüz bergen bulup goya gündüz kiçirekli qarаңғы oluşup ketken iken. Atam günü yorğanda Enes'nin qışık berip ondan "Ey Aba Hamza, Resulullah'ның dövrde muşunaq işler yüz beremti" dep sorusa o Allah saqlısın. Navadı şamal səlli küçük çıqsıla əmimiz meşik aldıraytdıq dep cevap bergen iken. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 120. bet 5. Fırsat berilgiçilerden bulup kılıştan korkuş. Allah Taala mundaq deydi. Ular bizning ularga mal-mulk ve avlatlarını bergenlikimizni özlüge tiz yaxşılık qılganlyk dep oylamdı. Hergiz undaq emas. Ular uqmaydı. Mü'minun suresi 55-56 ayetler. Allah Taala yana bendillerini qayta agahlandırıp mundaq deydi. Ularning küfrden ve günahdan qaytışları üçün ularni qattiqchilik ve kengchilik bilen sınadık. Araf suresi 168 ayet. Bendiler Allah'ның dinine qaytmasa, Allah Taala ularning bu dünyada yanımı mağrur ve gaflet içinde yaşayışı, hem de ta ki ular ölüm kelgenge kadar özlerini yaxşılık qilsin deb qarab, izchil mangan yo'lini davom qilishlari uchun ularga mühlet berib, dünya eshiklerini ularga açıp beradigan bo'lib, Allah Taala mundaq deydi. Şek şübhəsizki, senden ilgirik ümmetlerge nurgun peygamberlerini evettik. Ular peygamberlerini inkar qildi. Ularni Allah tövbe qilib yelinsin deb namratlik ve ağırıq silaq bilen cezaladık. Ularga bizning azabımız tushgan chaqda nemish qilinmadi? Lekin ularning dillari qasavatlaşdi. İmanға yumshimadi. Şeytan ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Ular özleriga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun paravallikning hamma eshiklarini ochib etdik. Ular taki özleriga berilgan ne'matlardan xushal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Zulm qilgan qavmning yiltisi qurtildi. Ya'ni ular butunlay aloq qilindi. Jimi hamdu sana peygamberlerge yardım berip kuffarlarına alaq qilganlik uchun olamlarning Parvardigori Alloh xosdir. An'am suresi 42. ayetdan 45. ayetgacha. Demek mühlet berip alaq qilish sabablik onun uchun echiladigan ishlar intayin ko'p bo'lsa-mu, ammo bu vaqtda hech kim o'zini mühlet berilganlardan emas deb kesib aytolmaydi. Allah Taala peygamberning tilidan naql edib bunday deydi. Bilemsenki u, yani sizlerge berildiğin cezanın kechikişi sizler için sınav ve vaqtlik foydalanish bo'lishi mumkin. Enbiya suresi 111. ayet. İbn Qayyim rahimahullah bu vaqtda mundaq deydi. Bendening o'ziga ihson ve merhamet yüzüden ata qilingan ve mengülük baxt saodatni qo'lga keltirishga yordam bo'ladigan ne'mat bilan asta-asta halokat kuchirishga sabab bo'ladigan ne'mat arasini farq etmek lazım.
Halbuki mühlet yüzüden berilgen nimetler o kadar köp ki nimet egisi bunu es kılmasdan aksiyon nadallarının maktaşlarına meftun bulup Allah'ның özünün acetlerini ravan kılıp koyganlığı ve kişiler aldıda özünün ayıplarının aşkarlanmayatkanlığı mağrurlangan alda bu nimetlerini özü için saadet ve nicatlıkның alametleri edip oyluvalıdı. Mana bular onun aklının şunçilik ikelken körsüp berdi. Şunun üçün bende nimetler içinden özünü Allah'a bağlaydıgan nimetlerinle hakiki nimet hesaplandırganlığını, Allah'tan yiraklaştırdıgan ve Allah'tan meşgul kılıp koyduğun nimetlerinin bolsa, nimet şekildeki bir balayı afet ve atayı ihsan şekildeki bir sınak ikellikini bilebilişi intayın mühim. Şundaqla onun özünün mühlet berilgenlerden bulup kılışıdan korkuşu ve özünün paydasız çıkargan nesler bilen özünün zihni üçün ücret pakit bulurgan neslerin ayrılışımı mı intayın zor. Çünkü bende her vakit Allah'ın merhameti bilen Allah'ın fırıstı arasında bende bu ikisinin asla ayrılalgan emes. Allah Teala bu noktunu eskertip mundaqlaydı. Allah müminlerge Allah'ın ayetlerini tilavet kılıdığan, ularını günahlardan pak kılıdığan, ularga kitapını ve hikmetini, yani Kur'an ve sünnetini öğütüdüğan, özlerden bolgan bir peygamberin evetip, ularga çoğun ihsan kıldı. Ali-İmran suresi 164. ayet. Allah Teala yana mundaqdaydı. Sen ularga belki Allah sizlarni imanga hidayet kılganlıkını minnet kılıdı. Eğer sizler rast mümin bolsanlar, degen. Hucurat suresi 17. ayet. Allah'ın emir fermanları ve onun razıqını kolqa keltirdiğin işlerinin emelge işiga hemden bulduğu ki her qandaq aşkara ve yüşürün güç-kuvvet Allah'ın ihsanıdır. Eksi bulğunu da o insanın zihni için delil ispattın başka yaramaydı. Şununlak Allah'ın dinine yardım bilişke ve onun dinine davet kılışka paydası var her qandaq şer-şerait ihsanıdır. Eksi bolganda umu insanın zihni için delil ispat buluştun başka yaramaydı. Şununlak insanlar arasında makbul görülüdüğün hem de Allah itaat kılış, ana boysunuş ve ana boy ilişki münasebetlik erkandak uluğluk ve söygü, şundakla nefs eyiplerini biliş ve onu tüzeşki urunuş, kişilerge ve nasihat kılıştın toxtab kalmaslık katarlıklarının emmisi Allah'ın fazlı merhametidir. Şundaqla Allah bilen meşgul kılıdığan her qandaq alet yoki Allah tarafı yol elişqa ve Allah'ın maksat muradını özünün maksat muradından a'la bilishga munosabatli her qandaq maqammi o'xshashla Allah tarafdan kelgan ihsandir. Navada u Allah'ın emir fermanlariga rioya qilish, uning razıqiga erishish ve şunun taqazzası bo'yicha ish ko'rish qatorliq taraflardan nafsning keyniga kirib, o'z-o'zidan xotirjam ve nafsiga yo'langan holda ulgurmaydi ekan, u chog'da bumi uning zihni uchun dalil isbotga ayrildi. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı o'z o'rinlarda. 2. bölüm 1. bab Allah'tan korkuş. 6. Emellerinin bekar bulup ketişinden korkuş. Allah'tan korkuşluk tegishlik ahvallarının yana biri özü sezmegen halda emellerinin bekar bulup ketişidir. Emellerinin bekar bulup ketişini keltirip çıkarılan amiller tövendekiçe. 1. Riyakarlık. Allah Teala mundaqaydı. Ey müminler, pul melene kişilerge körüşün serip kılıdığan, Allah'a ve ahiret günüge iman keltirmeydiğin kişinin kılgan emelini bekar kılıp etkinige o'xshash bergen sadiqanlarını minnet qilish ve eziyet yetkizish bilen bekar kılıp etmanglar. Bakara suresi 264. ayet. Ömer radıyallahu anhu mescidde Muaz radıyallahu anhu'nun Resulullah'ın kıblesinin yanında yığılıp oturduğunu görüp seni nemi yığılattı dep soradı. Muaz radıyallahu anhu men Resulullah'ın hakikaten azgını riyamı şiriktir. Kim Allah'ın dostu bolgan evliyalarga tajavuz kılsa, o Allah'a oçuq aşkar jana elan kılgan buludu. Allah Teala takvadar, başkalarının közüge çeliqip ketmeydigan, körünmesi sürüştü kılınmaydigan, bolsumu anç tonulup ketmeydigan kişilerini yaxşı görüdü. Ularning qalbi idaatçılığıdır, ular zulmetning çaң tozarlardan aman qalğıçlardır, deganligini anlagan edim, dedi. Tabarani rivayet kılgan. Kur'an-ı Kerim riyakarının şunç köp cefa müşaqqat çekken ve pulman sarıp kılgandan keyin bütün emellerinin bekar bolup ketkenligiga çekken esirtini bir bağvan, bir ömür keçik gündüz cefa müşaqqat işlep
astidan o'stanlar eqib turadigan intayin chiroyli xorma va üzümlük bağı yetishtirgan, qirg'anda amdil usul alay, narasidilarimni baqay deb turishiga ushtum tut bir o't kelib, butunlay ko'ydirib tashlagan vaqtga esirtik o'xshashdi. Adamga bundan ortiq hasrat nadamlik ish bormi? Ana shuningdek, riyokormi pul meli, vaqti, kuchi, tirishchilligi va qon tarini sarf qilib amal qiladi va buning natijasini oxiratda ko'rmoqchi bo'ladi. Ammo u qiyomat kuni emgak usulining meyve vermesdan balki azob uqubatga aylanganligini ko'radi. Chunki u amallarining hammasini kishilar nazarida martaba qozonish va boshqalar meni olimkan, sehiykan, mardkan, mujohidkan, kamtarkan desin degan maqsadda qilgan. Allah Taala bu vaqtda bunday deydi. Aranglarda kimmi yoqtirsinki, uning xormaliq, üzümlik, astidan eriqlar eqib turadigan meyvelerinin hamma xillari bo'lgan bir bega bo'lsin. Uning o'zi qirib qolgan, balları ushshaq bo'lib, bu bog' o't elib kelgan bir qora bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Alloh sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turuqliq o'qitib qo'ygan bo'ladi. Bakara suresi 266. ayet. İkinci, kılgan emellerden faxrlanish. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Alaq bulğucu 3 narsa var. Qutquzgucu 3 narsa var. Kafarat buladigan 3 narsa, daraja buladigan 3 narsa var. Alaq bulğucular bolsa, haddidan ziyada bexillik, havoyi vasqa qul bulush, öz-özüdən məğrurlanish. Ayşe radıyallahu anhadan soruldu. İnsan kaçan hatalaşıdı? Ayşe radıyallahu anha aytdı. Qaçaniki özünü men to'g'ri qilyapman deb o'ylasa. Ko'zga qilingan itoatdan xor sanalgan gunoh yaxshi. Kechini qiyam bilan o'tkazib, mag'rurlanib tong atqizguningdan, kech uxlab pushaymon ichib tong atqizguning afzal. Chunki o'z-o'ziga hayron yurguchining qilgan amali Alloh huzuriga o'rlamaydigan amaldir. Şoňlaşqa köz-göz qılıp yığılğanыңdan günahını itiraf qılıp durup külgünün afzaldır. Şuningdek, Allah üçün riyakar zikr qılğıçının Allah tawbasidan günahkarlarning ыңырған avazy süýmüşdir. 3. Allahqa şerik keltiriş. Şerikning şekilleri her xil bolup, ihtiyat qılmaganda uquşmay şerik amal qılıp silişimiz ve bunun bilan amallarimizni mikar qo'yishimiz mumkin. Allah Taala mundaq deydi. Eğer ular, yani şu peygamberler şerik keltirseydi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. An'am suresi 88. ayet. Bendining tirishib ko'pligi yaxshi amallarni qilib kelib, oxirda Allohga sherik keltirib qo'yish sababli butun yaxshi amallarining o'chilib ketishi haqiqatan qo'rqinchli bir ishdir. Bu xuddi bir kun to'liq ro'za tutib, kun patay deganda bir qancha yutum suv ichayotganga o'xshashdir. Alloh taolo bunday deydi. Sana ve senden ilgili peygamberlerge eğer sen Allah'a şerik keltirsang, senin amelin elbette bekar bolup ketidi. Sen elbette diyen taraflardan bolup qalasan. Belki yalğız Allah'a ibadet kılgın ve şükür kılışlardan bulgın dep vahiy qilindi. Sümer suresi 65. ayet. 4. Bergen narsalarga minnat qilish. Allah Taala mundaq deydi. Ey müminler, pul milini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan Allahqa ve ahiret günü iman keltirmeydiğin kişinin kılgan amelini bekar kılvatganiga o'xshash bergen sadaqalarini minnet qilish ve aziyat yetkizish bilan bekar kılvatmanglar. Bakara suresi 264. ayet. Tafsirshunoslardan Şeyh Sa'di rahimahullah yuqorqi oyatning tafsirida mundaq deydi. Mana bu oyatda Alloh taolo bandalarga ihson va rahmat qilish yuzasidan ularning qilgan sadaqalarini minnat qilish va boshqalarga aziyat yetkizish orqali bekor qilib o'tishini cheklagan bo'lib, Alloh taoloning yomon amallarining yaxshi amallarni bekor qilib o'tadiganligiga dalil qo'yilgan bu so'zi buningga dalildir. Ey mu'minlar, Rasulullohga so'z qilgan chog'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan tovlab yuqori ovozda so'zlashgandek, payg'ambarga tovlab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Undaq qilsanglar, o'zlaringlar to'ymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. Hujurat suresi 2. ayet. Demek,
xuddi yaxshi amallar yomon amallarni yo'qandek, yomon amallarmi yaxshi amallarni bekor qilib o'tadi. Mana bu oyat yuqoridagi sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilib o'tmanglar degan oyatning hukmi bilan o'xshash bo'lib, yuqorqi oyatda amallarni mukammal qilishning va uni buzuvchidan har qanday narsalardan muofiz qilishning muhimligi ta'kidlangan. Ibn Sirin bir kishining yana bir kishiga "Men sana mundaq yaxshilik qilgan" deganini anglaganda mundaq deydi: "Og'zingni yum. Kishining o'zi qilgan yaxshiliklarni sanishi uning xayrlik ilib kelmaydi." Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 2. bölüm 1. bab Allah'tan korkuş. 7. Amellerinin qabul bulmay qilishidin ansirash. Shuningdek biz yana to'liq tirishchilik bilan qilgan amallarimizning maqbul bo'lmay qilishidan qo'rqishni to'xtatib qo'ymasligimiz lozim. Chunki hech kim amalining Allohning dargohida maqbul bo'lgan yoki bo'lmaganligini bila olmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Sadiqa beradigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turgan kishilar, ana shular yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishuvchilardir." Mo'min surasi 60-oyat. Yani ular şundaq kishilarki, sadiqalarni berib tursimi, biroq berishning shart qoidalarida xatolik o'tkazib solganliklari tufayli Alloh huzurida maqbul bo'lmay qolishidan qo'rqadi. Mana bu ehtiyot va astoydillik jumlasidandir. Ayşe radhiyallohu anha bu oyatning tafsiri haqida payg'ambar alayhissalomdan: "Sadiqa beradigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turgan kishilar o'g'irlik qiladigan, aroq ichadigan va zina qiladigan, ammo Allohdan qo'rqib turgan kishilarmi?" deb so'rganida payg'ambar alayhissalom bunday deydi: "Ey Abu Bakrning qizi, yo'q, undaq emas. Balki ular namoz o'qiydigan, ro'za tutadigan va sadiqa qiladigan, ammo Allohdan qo'rqadigan kishilardir." İmam Ahmed rivoyat qilgan. Mana bular sahabelarning va salih kishilarning ahvoli bo'lib, Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Allohning mening biror vaqt namozimni qabul qilganligiga jazm qila olsam edim, bu menga dunyo va dunyodagi narsalardan ortiq edi. Shubhasizki, Alloh taolo mundaq deydi: Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'radi." Maida surasi 27-oyat. Hatta bu xil qo'rqish ularning o'zlarini munofiq deb gumon qilib beqishiga sabab bo'lgan bo'lib, Ibn Abi Mulayka mundaq deydi: "Men 30 nafar sahoba bilan uchrashdim. Ularning hammasi o'zining munofiq bo'lib qolishidan bek qo'rqatdi." Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, Uzayfa radhiyallohu anhudan sendan so'rag'olay, "Meni Rasululloh munofiqlar qatorida sanaganmidi?" deb so'rganida, u mundaq javob bergan edi: "Seni aqlig'ing emas, Rasululloh sening ismingni ularning qatorida yo'q demagan." İbrahim et-Taymi mundaq deydi: "Men yolg'onchi bo'lib qolishdan qo'rqqanligim uchun deganlarimni qilganlarim bilan yuzlashtirib boqmadim." Yahya ibn Muaz aytdi: "Haqiqiy mu'min agarda biror yomonlik qilsa, shu sababli jazolanishdan qo'rqadi. Navbat biror yaxshi ish qilsa, qilgan shu yaxshi amalining maqbul bo'lmasligidan qo'rqadi. Undaqda u bu dunyoda qanday muxshalxo'ran bo'la olsin?" Ibn Avn mundaq deydi: "Sen yaxshi amallarni ko'p qilayotganligingga ishonib qolma. Chunki sen amallaringning qabul bo'lgan yoki bo'lmaganligini bilmaysan. Gunohlaringdanmi uncha amin bo'lib ketmagan. Chunki sen gunohlaring kechirim qilinganmi yo'q, buni bilmaysan. Hamda amallaring allaqachon sendan g'oyib bo'lganligi uchun Alloh amallaringni qanday bartaraf qildi, buni bilmaysan." Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 128. bab 8. Allah'ın taşlayışını ensirash. Allah Taala mundaq deydi: "Agar ularning jihadga chiqish niyati bo'lsa, albatta uning tayyorlik qiladi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'rinliqni silib, ularning irodasini sundirdi. Ularga uylarida qilib qoluvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar" deyildi. Tevbe suresi 46-oyat. Demek, Müslüman kişi özünün her bir işida ve her bir ahvalıda Allah'ın qo'llashiga muhtojdir. Allah'ın muvaffaqiyatiga erişelmeydiken, onun yardımsız tashlab qo'yishi muhtala bo'ladi.
Bu yerdeki terk etiş, Allah Taala'nın bendisini öz alı koyup berişi, onunğa köngül bölmesligi, onun nadan ve öz-özüge zulüm kılgıçı altıda terk etişi, hem de onun rahat, baragat ve nefs şahvetlerine bolgan söygüsüge taşlap koyuşudur. Özüge taşlap koyulgan her qandaq bende Allah tarafından taşlap etilgen bendedir. Peygamber aleyhisselam dualarda mundaq deydi. Sen eğer meni nefsini taşlap koysan, meni acizlikka, yamanlıkka, günahka ve hatalıkka taşlap koygan bolasan. Men fakat senin rahmetinle ümit kılıman. İmam Ahmed rivayet kılgan. Peygamber aleyhisselam Bedir gitsidi kılgan dualarda, ey Allah, bizni taşlap etmegin, degen. Peygamber aleyhisselam yana Fatime radiyallahu anhaga mundaq degen. Ey Fatime, seher ve akşamları mundaq degen. Ey tirik ve emmin başqarup turguvchi zat. Senin rahmetin hakiki hak hürmeti bilen bütün işlerimni yaxshilashingni, meni hech qachon nefsimni tashlab qo'ymasligini so'rayman. İbn Qayyim rahimahullah mundaq deydi. Allah'ın muvaffaqiyat ata qilishi ve onun tashlab etishi to'g'risida o'ylangan kishi o'zining har vaqt, har minut, har tinqida Allohga muhtoj ekanligini, iymon va tavhidning Allohning ilki ekanligini, Allohning muvaffaq qilishidan azroqli ayrilib qolganida tavhid taxtining qo'ldan ketadiganligini ve iman asmının yer bilen yeksan bulduğalıqını es qila alaydı. O, bularını es qilganida bolsa, amalsız qalğışının Allah'tan tilgeni kebi, Allah'ның özüge tevfik verişini tilep, özünün taşlanıp ketmesi üçün onundan panah tilaydı. Onun aldığı beşini töven selip, özünü ana teslim qılıdı. Hem de qoludan özüdün hiç qandaq paydını yaki ziyanını, ölümni yaki hayatlıqını ve yaki kıyamet hesap verişini depe qilish kelmeydiğen bir süptü de özünü töven ve biçare tutqan hem de boysunuğan alda onunla esiladı. Hidayet pişvalar hesaplanğan din imamlarımı başqalarının özlerine qılğan emelleri ve kişilerge qılğan hayır ihsalları sebep maqtışını çekligen. Nimetlerinin əmisi Allah tərəfindən bolğanlıq üçün maqtaşını faqat şeylik yox degan Allahqa mənsub qilishni kişilərə buyur etdi. Ömer ibn Abdülaziz bu nöqtəyə intayın əhmiyyət bərgənlərindən biri. O bir qatim mövsüm əhliga ularni xeyri ihsan qilish və ular başını ötküzətgan zulmlarni yo'qlashni buyurub xat yazğan idi. O xatida mundaq deydi. Yuqorqilarning həmmini o'rnaganda faqat Allohga güzel mediya o'qinglar. Chunki agar u meni nafsimga tashlab qo'yganda edi, bugun men boshqa biriga aylanib qolgan bo'lardim. Şunlaşqa Allah'ın qo'llashini qo'lga keltirishga tirishib bilan birga Allah Taala'nın rahmetiga erishishimiz uchun har vaqt uning tarafidan tashlanib ketishdan qo'rqishga ahamiyat berishimiz lozim. Biz uni rahmetimiz doirasiga kirgizdik. O haqiqatan yaxshilardan edi. Anbiya surasi 75-oyat. Aramızda shunday kishilar borki, ular biror amalni qilishga qitimlab tayyorlik ko'rdi. Amma u o'ziga imkoniyatiga yaxshi tayyorlik qilganligi ishinib ketib, Allohga tavakkul qilishni unutdi. Ya'ni u Allohning o'z ishiga muvaffaqiyat ato qilishini va rahmatini yog'dirishini qo'lga keltirish uchun tirishchilik ko'rsatishni unutdi. Natijada uning erishilgani Allohning muvaffaqiyat berishi emas, balki tashlab qo'yishi bo'ladi. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 2. bölüm 1. bab Allah'tan korkuş. 9. İmanның tartılıp gitişten xavfsirash. Acaba kimmi Allah'ın mikirden xatirjan bo'larsin? Ular Allah'ın mikiridan, yani ular tuyuqsiz turganda Allah'ın azap nazil qilishidan qo'rqmaydi. Faqat ziyon tartqichi qavmlar Allah'ın mikiridan qo'rqmaydi. Anbiya surasi 75-oyat. Navada bu vaqtda xotirjam bo'lishga to'g'ri kelsa, payg'ambarlarning otasi Ibrohim alayhissalom xotirjam bo'lsa bo'ladi. Siz uning bunu duosi haqida o'ylanib baqing. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishga yiroq qilgan. Shundaqla Allohning payg'ambari Yusuf alayhissalom xotirjam bo'lsa bo'ladi. U Rabbiga mundaq duo qilgan edi. Meni musulmon petimcha qabzroq qilgan. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgan. Shuningdek payg'ambarlar eng oxirgisi va eng kattasi Muhammad alayhissalom xotirjam bo'lsa bo'ladi. Albuki u zotning eng ko'p deydigani munolar edi. Ey dillarni o'zgartirib turuvchi Alloh, qalbimni sening diningda mustahkam qilgan. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq deb duo qildi. Ey Allah, sana boysundum, sana iman ettim, sana tevekkül kıldım ve sen tarafga qaytdim. Seni de düşmanlarım bilan janjallashman. Ey Allah,
Senden başka hiç ilah yoktur ki, senin saltanatın bilen meni azdırılışından panah tilayman. Sen ölmeydigan, mengü hayatsan ki, mahlukatlarını idare qılıp turğuçsan. Cin ve insanlar bolsa ölüdü. İmam Müslim rivayet kılgan. Ebu Hureyre radıyallahu anhu ömrünün ahirki vaqtlarida, ey Allah, zina qılıp selişimdin, yoki İslamda çoğun günah bo'ladigan birer yamanlıqni qılıp selişimdin, sana sığınıp panah tilayman degine de yarellerden biri. Ey Ebu Hureyre, sendek sahabımız muşundaq gep qılandı, sen yaşınıp bir yer bargan, şehvetler senden kisilgen tursa, senindek adam ensirep nemi qılıdı? Yoki sen Peygamber aleyhisselamni anlığınında yuqorqidek işlerini qılmaslıqqa onun beyat qılgan bilen dedi. Şunun bilen o, bu senin nemi degening? İblis hayat iken, men özümden qandaq xotirjam bolay, dedi. Cübeyr ibn Nufeyr Ebu Derda'nın Yemis'teki öye kirgenide o öydeki mescitte namaz okutatdı. Bu teşahhutta münafıklıktan Allah sığınıp panah tileşki başladı. O namazdan bekar bolğanında Nufeyr onundan sordu. Ey Ebu Derda, Allah sana mağfiret kılsın. Acaba sen mi münafıklıktan panah tilemsen? Ebu Derda ışıqdım. Ey Allah, sınaqdan aman kılgan kişiге mağfiretler yer bolsun degenden keyin bundaq dedi. Allah'a qasamki, kişiге şundaq vaqtlar keladi ki, o azraqlı sınaqqa yoluqışı bilen dinden ayrılıp qaladı. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Derda yana mundaq degen. Sizlerde iman Allah'ın əsrini görməyən, genim ilgi bolğan zatdan qasamki, mümin əgər qarda kirib ketmi, onunda iman Allah'ın təsiri aşkar bolmay qalmaydı. İmanının ensirgen kişi sınamay qalmaydı. Allah Teala'nın nefsinin takvalığını, paklıqını qobuluq. Hasan el-Basri mundaq deydi. Allah qasamki, mümin ziminin qayırida taң atqızmısun və yoki kun keç qılmısun, özüdə münafıqlıq bolub qılışıdan ensirmay qalmaydı. Çünki faqat münafıqlar öz-özüdən xatircamdır. Abdullah ibn Mübarek mundaq deydi. Farasat əhli mundaq 4 türlük işdən ensirmay qalmaydı. Ötküzüb qoyğan, amma Allah'ның o səbəblik özünü qandaq qıldığanlığını bilgil bolmaydigan günah. Qandaq alaqətlərə düşər bolışını bilməydigan, amma davamlış məngotqan ömür. Allah'ın taşlab etkenlikimi yoki asta-asta jazolaydiganligimi, zada qaysisini deb ato qilinganligini bilgil bo'lmaydigan fazl marhamat va ko'rinishda hidoyatdek bilinib chiroyli ko'rsatilgan zalolat qatorliqlardir. Qalbi ba'zida haqiqatdan burilib turadigan kishi o'zi sezmagan holda iymonidan ajrab ketishi mumkin. Shunlashqa ilmda kamalatga yetgan kishilar mundaq duo qiladi. Parvardigorimiz, bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizge dergahından rahmet bağışlığın. Şübhisiz ki sen bendilerine atalarının bekini bağışlığısın. 10. Dünyadan imansız kitip kılıştan korkuş. Hiç kim ahirki tınıqının nemi bilen ahirlaşırlıqını bilelmeydi. Halbuki biravının ahiretdeki en ahirki ameliga bağlıqdır. Bu vaqtda Peygamber aleyhisselam mundaqdaydı. Özüden başka haq ilah bulmagan Allah bilen qasamki, haqiqatan sizlerden bir kişi cennet əhlinin amelini qılıp kelip, faqat aralıqı bir gezli qalğanda kitabı onundan galip kelirdi, o dozaq əhlinin amelini qılıp dozaqqa kirdi. Shuningdek, yana sizlerden bir kişi dozaq əhlinin amellerini qılıp kelip, faqat dozaq bilen bolğan aralıqı bir gezli qalğanda kitabı onundan galip kelirdi de, o cennet əhlinin amelini qılıp cennetke kirdi. İmam Buxari ve Müslim rivayet qılgan. İbn Recep Hanbali mundaq deydi. Şunun üçün salaf salihlar imansız ketib qilishdan bekmi qo'rqatdi. Hatto sahabelardan ba'zilari sakrat vaqtida yig'lab ketgan. Ulardan nima uchun yig'laydiganlik so'ralganda, men Rasulullohning Alloh taolo mahluqotlarni ikkiga ayirib, ağlar jannatda bo'ladi, ağlar bo'lsa dozoqda bo'ladi dedi deganligini anglagan edim. Men o'zimning qaysi taraf ayrilganligimni bilmayman. Shuni yig'layapman. deb javob bergan edi. Sufyan Sevri ilgirki ve ahirki amellerden bekmi ensireydi ve yığılgan aldı mundaq deydi. Men özümnün levhul mahfuzda baxtsiz deb tutilgan bo'lishdan qo'rqaman. Shuningdek, u yana yig'lab turib mundaq degan. Men imonsiz o'lib ketishimdan bekmi qo'rqaman. Sahlut tasatturi mundaq deydi. Murid shogirdlar gunoh ma'siyat bilan sinishdan, arif avliyolar bo'lsa kufr bilan sinishdan qo'rqishi lozim. Sahabeler ve ulardan keyin o'tgan salaf solihlar o'zlarining munofiq bo'lib qolishidan qo'rqatdi va bundan nihoyat qattiq bayram bo'ladi. Shunlashqa mu'min kichik munofiqlikdan hazar aylish kerak. Shunaqla u kichik munofiqning sakrat vaqtida o'ziga g'olib kelib, o'zining kichik munofiqdan cho'ng munofiqqa aylantirishdan qo'rqishi zarur.
Salaf salihlardan ba'zilari yana mundaq deydi. Navoda shahodat kalimasi ishik oldida o'lim uyning hujrasida bo'lgan taqdirda men islom ustida o'lishni tanlagan bo'lardim. Chunki men hujra bilan ishik oldi orasida qalbimning nimalar duchor bo'lganligini bilmayman. Sahlut tasatturi yana mundaq deydi. Siddiqlar har qadamda va har bir ish harakatida imonsiz ketib qolishdan qo'rquvchilar bo'lib, ana shular Alloh taolaning kitobida dillari qo'rqib turadigan kishilar deb ta'riflaganlardir. 11. Ölümden qo'rqish. Ölüm bir dahshatli musibatdir. Alloh taolo mundaq deydi. Peshoңlarga ölüm dahshat kelganda. Maida surasi 106-oyat. Shundaqla ölüm saqlanish va qutulish aslo mumkin bo'lmaydigan ishdir. Sizlar qochadigan ölüm cho'qim sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'ayibni va oshkorni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh sizlarga qilmishlaringizni aytib beradi. Juma surasi 8-oyat. Şoňlaşqa aqıl kişinin her vaqt ölümünün uçtum tut kelip qilishini ko'z oldiga keltirishi zarurdir. Ölümni daim eslep turish kişinin to'liq aqibatidan g'amiydigan, aqibatidan ansaydigan va her vaqt oxirat safariga tayyor turadigan qiladi. Chunki hech qaysimiz qachon qayerda o'ldiganligimizni va qaysi holatda o'lib ketganligimizni bilmaymiz. 12. Sekratdan, ölümden va oxiratlikdan qo'rqish. İmam Ebu Hamid G'azzali mundaq deydi. Bilginki, insondek bir bechorani ölüm sekratidan boshqa uni kutib turadigan og'irchiliklar, qo'rqinch va azob-uqubatlar bo'lmagan taqdirdami, sekratning o'zila uni jafoliq yashaydigan va bayashab turmushdan voz kechadigan hamda bextliq va g'aflatdan nari turadigan qilish kifoya bo'ladi. Bo'libmi uni ölüm haqida ko'p o'ylantiradigan va har bir tiniqida ölüm uchun tayyorlik ko'rishni cho'ng biladigan qilish kifoyadir. Xuddi hükümalardan biri aytgandek, boshqalarning beshiga kelgan qiyinchilikning qachon o'zining beshiga kelganligini hech kim faraz qila olgan emas. Ajablanarli taraf shuki, inson navoda eng buyuk dunyo maishatlari ichida va eng isil tomosha so'rindi bo'lgan taqdirdami, birov kelib qaltak bilan ursila uning aromi buziladi. Halbuki uni har bir tiniqida sekretga so'rayotgan, jinini olmoqchi bo'lgan o'lim farishasi kutib tursa-mu, yana bulardan g'afil yurmoqda. Sekret ruhda bo'ladigan og'riq bo'lib, bu og'riq tanning jimi a'zolariga tarqaydi. Hatto tanning eng chunqur qatlamlaridagi ruhning hech bir qismi bu og'riqdan omon qolmaydi. Sen hargizmi tomiri tortilayotgan tanning ahvolidan so'zlayotgandiki deb qolma. Tandan bir tal tomir tortilsa, uning og'riqiga gap to'g'ri kelmaydi. Undaqda o'zimi og'riyotgan bir ruhni bir tal tomirdan emas, balki har bir tomirdan tortib olsa, uning og'riqi qanday bo'lar? Tortib olgandan keyin tadrijiy holda har bir a'zo o'lishga boshlaydi. Oldi bilan 2 put suviydi. Ondan 2 parçaq, ondan 2 yota va har bir a'zo birma-bir sakratni va qiyinchilikni boshdan kechirgandan keyin o'lishga boshlaydi. Taki ruh tortilib jon halqumga kelganda, uning ko'zi dunyodan va oilasidan uzilsa, uningga tavba eshiklari taqiladi va uni hasrat va nadomat o'rib oladi. Shunday ekan biz qandoqmi o'lim sakratidan qo'rqmay turaylik? Halbuki Peygamber aleyhisselam mundaq degan emasmidi? Ey Allah, bana ölüm sekratini osonlashtirib bergin. Rivoyat qilinishicha, salih kishilardan biri doim sekratli kishilardan o'limni qanday his qilyapsiz deb so'raydi ekan. Sekrat aşı salih kishining boshiga kelganda uningdan siz o'limni qanday his qilyapsiz deb so'ralganda, u go'yo osmonlar zamin ustiga dumkimtirilgandek, o'zimni go'yo yengni to'shkidan o'tkazilayotgandek his qilyapman degan ekan. Ömer radıyallahu anhu Ka'bil ahbardan, "Ey Ka'b, bizga o'lim to'g'riliq so'zlab bergan" deganida u mundaq deydi: "Ey mu'minlarning amri, o'lim go'yo birovning ishiga kirgizilgan tikanlik shox bo'lib, birov uni birdan nihoyat qattiq tortadi. Oxirida alolig'ini elib, alolmag'ini shu pet qoldirib qo'ydi. O'limning ahvoli mana shundaq." Sakratdan qo'rqish bilan birga o'lim farishtasini ko'rish va qalbni qo'rqinch qaplash ahvoli bo'lib, Imom Qurtubiy bu vaqtda mundaq deydi: "Ammo o'lim farishtasini ko'rish va qalbni qo'rqinch qaplashga kelsak, buning qo'rqinchini va o'lim farishtasini ko'rgan chog'dagi dahshatni ifodalash mumkin emasdir. Buning haqiqatini faqat shu ishga duch kelgan va o'z ko'zi bilan ko'rganlarla biladi." Rivoyat qilinishicha, Ibrohim alayhissalom o'lim farishtasga "Sen pasiqni qabzroq qilgan vaqtdagi altını men ko'rsatib qo'ya olamsan" deganida farishtaga "Sen buningga bardosh qila olmaysan" degan. İbrahim alayhissalom
men çoxum berdashlik beraman deganida farishta undaq bo'lsa u yonga o'rilib turgan degan. İbrahim alayhissalom o'rilib turdi. Birazdan keyin İbrahim alayhissalom orqasiga burilib qaradi. Sochlari chuvuq, bet bo'y, eg'izidan va burnidan o't, tutun yolqinjab turgan qop-qora kiyim kiyib olgan bir odamni ko'rdi-da, berdashlik berolmay ushdan ketdi. Ondan u o'sha kelganida farishta o'zining dastlabki chiroyiga qaytib bo'lgan bo'lib, İbrahim alayhissalom unga mundoq dedi: "Ey o'lim farishtasi, navoda pasiq banda sakratda faqat chiroying bilan yuzlasimi, bu uning uchun yetib oshadi ekan." Sakrat va o'lim farishtasini chiroyini ko'rgandagi qo'rqinchdan sirat, qo'rqinch ustiga qo'rqinch elib keladigan yana bir ish bizni kutib turmoqda. U bo'lsa-mu dunyo imtihonining natijasidir. Acaba biz qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar degan kishilardan bo'larmizmi yoki tuvandagidek ahvolda qolgan kishilardan bo'larmizmi? Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini elayotganda ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning kuydirgich azobini tetinglar deydi. Anfal surasi 50-oyat. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Kimki Allohga muloqot bo'lishni yoqtiradi ekan, Alloh uningga muloqot bo'lishni yoqtirdi. Kimki Allohga muloqot bo'lishni yomon ko'radi ekan, Alloh uningga muloqot bo'lishni yomon ko'radi. Oysha radhiyallohu anha biz o'limni hech yoqtirmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Mening deganim u emas. Mümin odamga o'lim kelganda uningga ulug' Alloh tarafidan bo'lgan rozilik va izzat hurmat bilan bishorat beriladi. Bu chaqda uningga o'limdan suyunmak narsa bo'lmaydi. Shuning bilan u Allohga muloqot bo'lishni yoqtiradi. Allohmi uningga muloqot bo'lishni yoqtiradi. Kafirga o'lim kelganda uningga Allohning azobi va uqubati bilan bishorat beriladi. Bu chaqda uningga o'limdan yomon narsa bo'lmaydi. U Allohga muloqot bo'lishni yoqtirmaydi. Allohmi uningga muloqot bo'lishni yoqtirmaydi. Acaba biz Allohning roziligiga va savobiga erishishga xush bishorat olgan deyildiganlar qatoridan bo'larmizmi yoki Allohning dushmani, Allohning g'azabi va jazosi bilan bishorat olgan deyildiganlar qatoridanmi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Mu'minning jini chiqqanda uni ikki farishta elib yuqoriga o'rlaydi. U ambardek shunday xushbiroqki, osmon ahli uningga zamin tarafdan pok va xushbiroq bir jon kepti. Alloh senga rahmat qilsin. Shundaqla sen bilan gullandirgan tiningga rahmat qilsin deydi. Ondan u Rabbining huzuriga opirildi. Alloh taolo uni eng oxirgi tegishli manzilga opiringlar deydi. Agarda kafirning jini chiqsa, u la'natkor va shundoq sesiki, osmon ahli zamin tarafdan bir nejis va sesjon kepti deydi. Ondan bu jang'imi uni tegishli oxirgi manzilga opiringlar deyiladi. Qabrining 10-chi. Qabrining qattiq siqishidan va farishtalarning savol so'roqlaridan qo'rqish. Qabrda shundoq bir siqish va tarayish yuz berdiki, buningdan hech kim aman qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Qabrda shundoq bir siqilish bo'ladiki, agar buningdan biror kishi aman qiladi deyilsa, Said ibn Muaz aman qilsa bo'ladi. İmam Ahmed rivoyat qilgan. Farishtaning savol so'roq qildiganligi mutlaq bo'lib, Ato ibn Yasir rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom Umar ibn Xattobdan: "Ey Umar, navoda sen o'lib ketib qolsang, qavming sana 3 gaz keladigan joyni o'lchab qaytib kelsa, ondan seni yuyib kipallisa, ondan seni yerga qo'yib ustingga to'p tashlab, ko'mib qaytib kelsa, ondan ovoz go'yo guldir ma'milak chiqadigan, ko'zlari chaqmoqdek, qo'ziq tishliq ikki farishta qabrdagi chochlarini so'rab, magan tishlar bilan qabrini qizib kirib kelsa, ondan seni qattiq silkisa qanday qilasan deb so'raganda u chaqda oziqdek aqlim bulamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom unga shundoq dedi. U undaq bo'lsa, men o ikkisiga kifoya bo'lalig'arakman deb javob berdi. Qabri xuddi Payg'ambar alayhissalom aytgandek jahannam o'raklaridan bir o'rak yoki jannat bog'chalaridan bir bog'cha bo'lib, attigan va oqshomlari qabri ahliga jannatga yoki do'zaxga o'rnak to'g'rilanib turadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Sizlardan kimki o'lsa, attigan va oqshomlari uning o'rni to'g'rilanadi. Agar u jannat ahlidan bo'lsa, jannatdagi o'rni, do'zax ahlidan bo'lsa, do'zaxdagi o'rni to'g'rilanadi. Uningga mana bu sening Alloh seni qaytarilgan devorgan o'rning deyiladi. 14. Qiyomatning dehshatidan qo'rqish. Alloh taolo bunday deydi: Ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar.
Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. Haj surasi 1-oyat. Qiyomat haqiqatan og'ir bir kundir. O kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi. Demak, odam atidan tartib toki qiyomat qiyam bo'lgan qadar yashagan oxirgi insongacha hamma Alloh huzuriga to'plandi. Ana shu kun bütün xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Hud surasi 1-oyat. Haris ibn al-Muhasibi mundaq deydi. Qiyomat bo'lganda osmon zamin quruqdilib, insonlar his tuyg'usiz haykalda qatirilib qo'yiladi. Faqat buyuk va ulug' Alloh hamisha o'zining kattaligi va buyukligi bilan yakkigan holda manguga qoladi. Alloh tarafidan bir chaqirgandilar ruhlar cho'chib uyg'onadi. Sen bu ovozning qulqinga va aqlingga qanday kirayotganligi haqida xayol qilib turib qolasan. Va aqling yordamida o'zingning buyuk saltanat egasi Alloh tarafga chaqirayotganligini bilasan-da, chaqirilgan nidodan yuraklaring dupildab, sochlaring oqarib ketadi. Qattiq ovozing cho'chib turganingda bo'lsa, ustingdagi zaminning yerilayotgan ovozini anglaysan va cho'qqondan topuningga qadar to'piga melangan, ko'zlaringni chaqirilayotgan ovoz tarafga tikkan holda o'rnidan turasan. Bütün xaloyiq sen bilan birli vaqtda hammasi uzun muddat qilgan tuproq orasidan to'piga melangan holda qo'zg'alib chiqadi. Ular o'zlarining birli vaqtda qo'zg'alib chiqqanidan qo'rqish va cho'chish his qilishadi. Sen bo'lsang qisqirtonchilik ichida qolgan bechoralik, miskinlik, qo'rqinch va tangirqash ichida yalang oyoq va timtoq holatdagi bu kishilar orasida o'zingning yalang'och turganingni, xorliq, g'am qayg'u va dard alam ichida ekanligini his qilasan. Va ularning qadamlaridan chiqayotgan oyoq tivishidan boshqa hech narsani anglamaysan. Bu kunda podshohlardan zamindagi ma'lumotlar tartib elingan, ularni xorliq va kichiklik o'z qo'yniga olgan bo'ladi. Ular Allohning bandalarini Allohning zaminda azganligi va xorliqliklar uchun xaloyiqlar orasidagi eng bechora, yaralish va qadr-qimmat jihatdan eng to'g'ri kishilarga aylandi. Taki zamin ahli bo'lmuş insonlar, jinlar, shaytonlar, yirtqichlar, vahshiy jonliqlar, charpaylar va ziyondash hasharotlarga qadar hammasi bab-baravar holda mahshargohga hisob berish uchun yig'iladi. Sen osmondagi yulduzlarning ularning ustlaridan to'kilganligini, quyosh va oyning yorug'lik nurining o'chirilganligini va zaminning qorong'u bosqanligini ko'rasan. Bu chaqda shu qadar zo'r osmon tuyuqsiz ustini tirqirashga boshlaydi. Sen bo'lsang bu manzilga qarab turasan. Ondan osmon nihoyat qattiq yerilib, chaq bo'lishga boshlaydi. Uning yerilgan vaqtdagi ovozini anglagandagi qo'rqinch naqadar yomon-a? Osmon parcha-parcha bo'lib yerilgandan keyin uning atrofida farishtalar turgan bo'ladi. Allah osmonni xuddi eritilgan kumushdek eritayotganda bo'lsa, bu dahshatdan osmon sarg'ayib ketadi. Alloh taolo bunday deydi. Osmon yerilgan chaqda osmon do'zaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdak bo'lib qoladi. Rahman surasi 37-oyat. Haris al-Muhasibi so'zini davom qilib yana bunday deydi. Ondan o'ng va so'l tarafdan nom amal kitoblari uchib kelishga boshlaydi. Tarozi mizon qo'yilganida sen uning buyukligiga qarab uni tiklanib qo'yilganmikin deb qolasan. Yuriking nom amal kitobining tarozining qaysi bilasi qo'yilgandi deb ansirab, so'qishdan to'xtab qolishga aram qiladi. Sen xaloyiqlar bilan birlikda mahshargohda turganingda bir farishtaning do'zaxga muakkil zabaniya farishtalarni elib kelish buyurilganligini va ularning qo'llarida temir qarmoqlar bilan elib kelinganligini ko'rasan. Ularni ko'rganingda qo'rqinchdan yuraking dupildab so'qishga boshlaydi. Shuning bilan avvalqilar va oxirqilar bo'lib hammaning ismi falonchi qayerda, pokon ismli qayerda deb chaqirishga boshlaydi. İsming chaqirilib, tamtirab va titrab turganingda qo'llaringning bilaklaringning siqilayotganligini sezsan. Ular seni elib manganda bo'lsa, ularning alqonlarining qo'polligini va o'zingning ularning qo'lida tipilayotganligini his qilasan. Taki ular seni Rahman taolaning arshiga elib berib, seni u yerga tashlaganida Alloh azza va jalla muborak so'zlar qilsang, ey odam bolasi, menga yaqinlashqin deb nido qiladi. Sen bo'lsang, uning nurida yo'q bo'lib ketsan. Sen hammadan buyuk, ulug', katta va karamlik Parvardigoring huzurida nihoyat andishilik va g'am qayg'u ichida xuddi onasidan yangi tug'ilgan buvoqqa o'xshash tursan. Sen mana shunday ayblaringni bilib turibmi, sen o'zmay yaxshilik qilib kelgan buyuk zotning huzurida turganingda naqadar qo'rqinch va xijillik ichida qolgansan-a? U seningdan qabih ish amallaring va buyuk jinoyatlaring haqida so'rganida sen uningga qaysi og'zing bilan javob qaytararsan? 15. Do'zaxga mahkum qilinishdan qo'rqish. Alloh taolo bunday deydi: "Ey mu'minlar, o'zinglarni va bola-chaqanglarni inson va tashlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkil bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi.
Demek buyurulsa şunu icra kılıdı. Tahrim suresi 6. ayet. Qaramamsanki, acaba hemmimiz birlikte pılsarat görükten tan ötələrimizmi yoki tushib ketarmizmi? Allah saqlasin. Allah Taala mundaq deydi. Her qandaq adamning o'z qilmish tufayli halok bo'lishdan saqlanish uchun kishilarga Qur'on bilan nasihat qilgan. Uningga Allohdan boshqa do'st va shafaat qiluvchi bo'lmaydi. U har qandaq fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ana shular qilmishlari tufayli halok bo'lganlardir. Ular kufr tufaylidan uchaylarini o'rtatadigan qaynoq suvdan bo'lgan sharafqa va qattiq azob duchor bo'ladi. An'am suresi 70. ayet. Do'zaxdagi turmalar va uylar nimaga yomon? Uningdagi azob oqibatlar ne qadar qattiq? Uning harorati ne qadar kuchli va chunqurligi ne qadar buyuk? Uning temir qarmoqlari bor. Uningga bir tal tosh tashlansa 70 yilda aran tushadi. Ammo uning chegarasi qayerdan qayergacha belgili bo'lmaydi. Uning yo'llari tor va halokatli bo'lib, yalqinjab turgan o'tlar lavuldaydi. Uningdan dattariyat va ang'irgan ovozlar keladi. Uning ishiklari quluploqlik, tuyruklari egiz bo'lib, uning da büyük Allah'ın gazabı, nefreti ve azabı var. O yerde hamma tizilindi. Kimning yaxshi, kimning yomonligi ayon bo'ladi. Kazzablar 3 şafliq sahiga borganida yalqinjab turgan o't ularni qo'rishib oladi. Ular u yerda dattariyat va Alloh tavba qilishlarini anglaydi. Ular na'la qilgan va o'rkirgan ovozlarga shohid bo'ladi. Ularga Rabbaniya farishtalari jahannamning darvozalaridan kiringlar, jahannamda mangu qilinglar, mutakabbirlarning joyi nimaga yomon deb nido qiladi. Zumar suresi 72. ayet. Ve ularni do'zaxga jamlagandan keyin Rabbaniya, Zabaniya farishtalari ularni bostirishga boshlaydi. O kunda gunohkorlar, ya'ni kuffarlarni zanjirlar bilan bir-biriga chetilib bog'langan holda ko'rsan, ularning ko'ngliga qaramaydan bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. İbrahim suresi 40, 49, 50. ayetler. Ular boyniga kishan va zanjirlar silingan, ko'kolasidan va putlardan tutilib so'ralgan holda qaynoq suvga elib kirilib, ondan o'tni ko'ydiriladi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv qo'yiladi. Uning bilan ularning ish bag'ri va terilar eritildi. Ular temir to'qmoqlar bilan uriladi. Ularning peshonalari, yonlari va dumbillari dog'landi. Ularga do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Ularning yemiki zaqqum daraxidan bo'lib, ular uchun zaridan, ya'ni betbo'y achchiq tikandan boshqa yemaklik bo'lmaydi. Zari kishini semirtmaydi, ochliqni pasaytmaydi. Ularning ichimligi haroratli qaynoq suv bilan yerin aralash suvlar bo'ladi. Ular do'zaxda, Parvardigorimiz, bizni chiqarib dunyodagi vaqt qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak, deb yalvarib to'laydi. Fatir suresi 37. oyat. Ular do'zaxda halok bo'lib tugashni va o'limni arzu qilishdi, ammo qutulish va qochib ketish amal qancha deysiz? Ulardan azob birdammi yengiltilmaydi. Ular do'zaxda har qanday yaxshilikdan umidsizlardir. Zuhruf suresi 77. oyat. Ularning nodifayatlari kuchaydi, qattiq o'rkirishlar davom qiladi. Ammo ular bilan ularning arzu qilgan narsalar orasida to'solg'i paydo qilingancha umidsizlikka chekiga yetib noumid bo'lishadi. Ular biz mayli nodifariyat qilayli, mayli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q deyishadi. İbrahim suresi 21. oyat. Shubhasizki, bu shundoq bir jahannam o'tidirki, uningdan qo'rqqan kishi uxlay olmaydi. Shuningga do'zaxdan qo'rqish solihlarning lazzat elish o'bishti bo'lgan edi. Shubhasizki, do'zax balolardan biridir. Uni qandoqmi masxar qilasizlar va uningga chinqitmaysizlar? U insonlarni ogohlantiruvchidir. Sizlardan jannatga ilgirlashni xohlagan yoki do'zaxdan chekinishni xohlagan odamni ogohlantiruvchidir. Muddassir suresi 35. oyatdan 37. oyatgacha. Musa ibn Said bunday deydi: Biz Sofyan rahimahullohning huzurida majlis qurib qolsak, uning qo'rqishi va faryodlaridan go'yo do'zax o'ti atrofimizni qurshab olgandek bo'lib ketadi. Shuningdek, Hasan Basri radhiyallohu anhu oxirat haqida so'zlab qolsa, u vaqtda go'yo oxiratni o'z ko'zi bilan ko'rgandek xabar beradi. Navoda u yig'lab qolsa, go'yo do'zax faqat uning uchida yaratilgandek bilinadi. Navoda biror joydan kelib qolsa-mu, go'yo u yaqin do'stini dafn qilib qaytib kelayotgandek, o'ltirsa-mu xuddi kallasi elini shalda turgan asirga o'xshash o'ltiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mejdi Elali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. Allah'tan qorqishni qo'lga keltirishning amaliy chora tadbirlari. Yuqorqilar bizga qalbni Alloh tarafga yuzlantirishning faqat uni uyqusidan uyg'otish va g'aflatidan qutuldirish orqali ro'yobga chiqadiganligi va buningdagi asosiy qurolning Allohdan qo'rqish tuyg'usi ekanligini aniq ma'lumlashtirib berdi.
Agar qalb uyg'onib jonlansa va Alloh taraf ko'zlanmoqchi bo'lsa, qalbning sagak va uyg'oq holatini izchil saqlash uchun ilohiy qo'rqinch tuyg'usidan iborat bu Qur'onni izchil ishlatish to'g'ri keladi. Ya'ni diqqatni toki biz ko'rsatib o'tgan bosqichga kelib olgan qadar bu Qur'onga markazlashtirish intayin muhim. Ansirash va qo'rqinch qoplangan qalb yetmoqchi bo'lgan boshqa qurol vositalardan manfaatni salohiyatini qo'lga keltirgan qalbdir. Bu yana qurol vositalarini qo'lga keltirishning ochiqchidir. Chunki Qur'on bilan manfaatlanan degan kishining mushunday bir qalbga ehtiyoji bor bo'lib, Alloh taolo bunday deydi. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan nasihat qilgan. Qaf surasi 45-oyat. Shundaqla o'qigan namozlardan manfaat olaman degan kishining mana shunday bir qalb ehtiyoji bor. Alloh taolo bunday deydi. Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rqishlar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunishlardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatli ishdir. Baqara surasi 45-oyat. Shundaqla uzluksiz xayr ihson qilishdimi bu xil qalbga bo'lgan ehtiyoj cho'ng bo'lib, Alloh taolo bunday deydi. Arabiylarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Alloh yo'lida bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Tavba surasi 99-oyat. İbret alametlerden menfaatlanishmi faqat Allohdan qo'rqgan qalbga hosil bo'ladigan bo'lib, Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi. Ahiret azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Hud surasi 1-2-oyat. Demek, yuqorqi usul sharlarning hammasi ahmiyat intayin zo'r bo'lsa-mu, biroq bulardan manfaatlanishning ishga tushishi uchun cho'qim Allohdan qo'rqadigan qalb bo'lmaydi. To'g'ri, ba'zimizga yuqorqi vositalarning ta'siri bo'lishi mumkin, ammo uzoq o'tmay sababning yo'qolishi bilan natijadan iborat bu vositalarning ta'siri yo'qolib ketadi. Ammo yana bir nuqtadan bu usul tadbirlar ta'sirini yo'qotmasa-mu, ta'sirlanuvchining o'z ahvolini biz kutgan shaklda o'zgartirish mumkin bo'lmay qoladi. Nima uchun shunday bo'ladi? Qalbi Allohdan qo'rqadigan kishi qalbidagi bu qo'rqinchga xavf elib keladigan va yoki bu qo'rqinchni tug'iladigan har qanday to'sovga qarshi intayin sezgir bo'ladi. Shunglashqa har qanday vaziyatlar yoki nasihatlarni nijotlik izlovchi sifatida qabul qilib yaxshi foydalanadi. Uningga nihoyat yaxshi muomala qiladi. U nasihatlar ichidan faqat qalbidagi Allohdan qo'rqish tuyg'usiga kafil bo'ladigan qismini qabul qiladi. Sizlarga uni ibrat qo'yish uchun tutib oladigan quloqlarning uni tutib olish uchun biz shunday qildik. Haqqa surasi 12-oyat. Ammo o'z-o'zining xotirjam kishi yuqorqining aksiga o'ziga yaqinlashayotgan xatarni his qilmay o'tib ketadi. Allohning bunu so'zini tafakkur qilib boqaylik. Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchidir va nasihatdir. Al-Imron surasi 138-oyat. Demak, o'xshash bir oyatning anglag'uvchilarining ahvoliga qarata ta'siri o'xshash bo'lmaydi. Shuning uchun eng avval Allohdan qo'rqishdan iborat bu vositaga munosib shaklda diqqatni markazlashtirish intayin muhim. Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deydi. Banda Allohga rag'batlanish va uning jazosiga ogoh bo'lish haqidagi nasihatlarga jiddiy ehtiyoj bo'lib, bu xil ehtiyoj uning Allohdan qo'rqish tuyg'usi va nasihatdan manfaatlanishi ojizligida paydo bo'ladi. Ammo uning Allohdan qo'rqish tuyg'usi va Allohni yod etish kuchli bo'lgan taqdirda uning rag'bat va qo'rqitishdan iborat vazlarga ancha ehtiyoj tushmagani bilan Allohning amallari va cheklamalarini bilish bo'lgan ehtiyoji har zamon kuchli bo'ladi. Allohga o'zlangan kishi Allohning amr farmonlari va cheklamalarini bilishga jiddiy ehtiyoj bo'ladi. Allah qarshi chiquvchi g'ofil Allohga rag'batlanish va uning jazosidan ogoh bo'lish haqidagi va nasihatlarga jiddiy ehtiyojlidir. Allohdan qo'rqishni qo'lga keltirishning amaliy usullari. Allohdan qo'rqishni qo'lga keltirishning amaliy usullarini tavnakdagi 4 qismga ayirish mumkin. Birinchi, o'limni ko'p eslash. Ikkinchi, vaziflarni ko'p anglab bilish va ruhiy tarbiyaga munosib kitoblarni ko'p o'qish. Üçüncü, ötküzgen günahlarının sani bilan yetmeniş. Dördüncü, qo'rqish sabab bo'ladigan ishlar haqida tafakkur yurgizish. Allohning qo'rqishini qo'lga keltirishning amaliy usullari. Birinchi, o'limni ko'p eslash.
Bizning xotirjam yurishimizga sabab bo'layotgan ishlardan biri qiyomat bizning yiroqda va umrning oxirlashiga uzoq qolib bor degan tuyg'uga kelib qolishimizdir. Chunki odam yoshli cho'nglarga qarab o'limni o'zidan yiroq deb o'ylab qoladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Odam bolasi qirg'an siri uningda ikki narsa yashirib boradi: mol dunyoga erishmanlik va uzun umr ko'rish orzusi. İmam Müslim rivoyat qilgan. Shuning uchun xotirjamlik dairasidan Allohdan qo'rqish dairasiga chiqishning muqaddimasi ushtumtut o'lim kelib qolishi ehtimolligini his qilishdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: O'limni ko'p yod etinglar. İmam Tirmiziy rivoyat qilgan. Chunki o'lim qiyin turmushda turib yod etgan kishiga turmushini keng qilib beradi. Keng turmushda yod etgan kishiga qiyin turmushni eslatadi. Demakki, o'lim lazzatni ketkizadi. Ölümni əslash ko'ngli dunyodan suvutib, bandaning lazzatga moyilligini tuyutadi. Shuning bilan banda Allohga yuzlandi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men payg'ambar alayhissalomning huzuriga 10 kishining 10-chisi bo'lib kelgan edim. Ansarlardan biri: "Ey Allohning elchisi, kishilarning eng aqllisi va hurmatli qanday kishilar?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom javob berib mundaq dedi: Ularning ichida o'limni eng ko'p eslaganlar va o'limga puxta tayyorlik qilganlar insonlarning eng donolaridir. Ular dunyoning shon-sharafdan voz kechish bediliga oxiratning izzat-hurmatiga erishganlardir. Imom Bayhaqi rivoyat qilgan. Umar ibn Abdul Aziz har kechasi fuqarolarni yig'ib, o'zaro o'lim va qiyomatni eslashatdi. Ondan ular go'yo oldida jinoza bordek yig'lab ketishdi. Safiya radhiyallohu anha mundaq deydi: Bir ayol Ayşe radhiyallohu anhaga qalbining qirib ketganligidan shikoyat qilgan edi. Ayşe radhiyallohu anha uningga o'limni ko'p eslab bergan, qalbing eriydi dedi. U ayol shu bo'yicha qildi, qalbi eridi. Bir kishi Ayşe radhiyallohu anhadan qalbi qirib ketishning davosi bormi deb so'ragan edi. Ayşe radhiyallohu anha u kishining kasal yo'qlab berishga, jinozani dafn qilishga qatnashishga va o'limni ko'z oldiga keltirishga buyurdi. Ölümni köp eslashdan maqsad ölümdən ibaret bu haqiqatni anlıqlıq basqıçıdan ansızlıq basqıçıga yoki insonning fikrlari va o'y-xayollarini bilgiligini haqiqiy bilish basqıçıga ko'tarish hamda uni bu xil bilish basqıçıdan hech bir takallufsiz amal qilishga ta'sir ko'rsatgan bir holatga yuksaltirishdir. Ibn Abban mundaq deydi: Aql o'zini kuzatib turayotgan va qadamma-qadam, lahzama-lahza o'ziga yaqinlashayotgan bir narsaning borligini unutmaydi. Nurg'ulg'an kishilar oilasi uchun ulug', qo'shnilar orasida hurmati cho'ng bo'lg'achqa hech bir qiyinchilik yoki musibatdan ansirab ketmaydi. Tuyuqsiz podsholarni bo'yi egdirguchi, zalimlarga qahr qiluvchi Parvardigorning farmonini to'shib, do'st birodarlari va oila tavobatlardan ayirib tashlaydi-da, uni yaxshi ko'rgan kishilarmi hech bir foydaga orttira olmaydi. Shuningdek, o'lim nurg'ulg'an ummatlarni aloq qilib o'tgan, yana nurg'ulg'an shaharlarni xarobelikka aylantirib o'tgan, yana nurg'ulg'an ijil er-xotinlarni tul qilib qo'ygan, yana nurg'ulg'an farzandlarni yetim qoldirib, nurg'ulg'an ko'p qarindoshlarni qo'yib yolg'iz qilib qo'ygan. Demak, aql bu oyatning o'lim bilan oxirlashganligini bilgachga, dunyo ishlariga o'zini urib ketmaydi. Kelishi muqaddar bu o'limni asla unutmaydi. O'lim kelganga qarshi turg'ulimi va qochib qutulg'ulim bo'lmaydiganligini obdan biladi. Abu Ja'far Bag'dodiy mundaq deydi: Men Sind illidagi bir qasrning darvozasida buni qo'llarni yozilganligini ko'rdim. Kelgulik kelganda hammaga keldi, qavmning jimisi alaq bo'lib o'ldi. Men bu qo'llarni o'qib o'tib atrofdagilardan bu nima ish deb so'radim. Ular qasrdagilar hammasi bir kechada o'lib ketdi. Tang'arqanda kishilar qarg'udak bo'lsa, qasrning darvozasida mushqat yozilgan. Ammo hech kim bu xatni kimning yozganligini bilmaydi deydi. Ibn Sammak mundaq deydi: Burungi zamonda bir baliqchi o'tgan bo'lib, u bir kuni dengizga to'r solgan ekan, to'rga bir to'p kishilarning jasadi ilinibdi. Baliqchi bu kishilarga qarab: "Ey obro' egisi, obro'ying san nimaga chiqadi? Ey boyvachcha, boyliqing nimaga chiqadi? Ey kambag'al, kambag'alliqing qayerda qoldi? Ey saxiy kishi, saxiyliqing san asqatdimi? Asqatgan bo'lsa qanday asqata oldi? Ey olim inson, ilming san qutuldira olmabdi-ku?" deb qattiq yig'labdi. Kerizi bunu qo'llarni yozadi. Shunglashqa o'limni yod etib turing. O'limni o'zidan yiroqlab qaragan kishidan bak ahmoq bo'lmasa kerak. Abu Darda mundaq deydi: O'lganlarni yod etganingda o'zingni ular qatorida sanashni unutmagan.
Ömer radıyallahu anhu mundaq deydi. Her günü falançı ölüptü, falançı kişi vafat boptu dep xabar qılınatıdı. Günlerden birisi çoxum Ömer ölüptü deyilmeye qalmaydı. Ali radıyallahu anhu mundaq deydi. Ölümden qaçqan seri onun tutulusan, onun bilan uçurşish ne kadar asan. Demek kabirlerini ziyaret qilish ve kesellerini yoklash ölümning muqarrarligini eslatadi. Ana shu chaqda qalb ölümge tayyorlik qilishga ve dunyodan naomid bo'lishga boshlaydi. Navoda ölüm yuzaki holda ve tilning ushida aslanganida uning ogohlantirish ve uyg'otish unumi to'g'on bo'ladi. İnsanın qalbi bu dunyoning nimasi maftum bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zining har vaqt dunyoda ayrilganligini eslab turishi lozim. İbn Muti bir kuni o'ylasiga bir qur qarab o'tib, o'ylasining go'zal manzarasini ajablanib qoldi-da, yig'lab turib bundoq dedi. Allah bilan qasamki, navoda o'lim bo'lmagan bo'lsa edi, sana qarab to'ymagan bo'lardim. Navoda qabrdagi shu tar joyga boradigan bo'lmasak edi, dunyoni ko'z oldimizga ketkizmagan bo'lardik. U mushundoq deganicha ovozini qo'yib yig'ladi. Ölümni əslashning nafsni isloh qilishga roli. Doktor Ömer Ashqar mundaq deydi. Shubhasizki, ölümni əslashning nafsni isloh qilish va uni tarbiyalashga roli intayin cho'ng bo'lib, nafs degan dunyo va uning lazzatli narsalarini cho'ng bo'ladi va umr bo'yi mushkul hayot ichida o'tishni orzu qiladi. Ba'zi u mushundaq qilib gunoh ma'siyatga o'tkazib qo'ydi. Ba'zi itoatlik amallarni qilishda xatolik sodir qilib qo'ydi. Agar banda ölümni aqlida ching tutadigan, dunyo uning ko'z oldida kichiklaydi va nafsini isloh qilishning va ketkizib qo'ygan taraflardagi agarlikni tuzashning ko'yiga tushadi. İmam Abu Ali ad-Daqqaq bundaq deydi. Ölümni ko'p eslagan kishiga tavbaga aldirash, qalbni qanoat topqizish va ibodatga berilish qatorliq 3 turlik narsa beriladi. Ölümni unutgan kishiga tavbani kechiktirish, qanoatsizlik va ibodatga susuzlik qilishdan iborat 3 xil ish topiladi. İmam Abu Ali ad-Daqqaq bundaq aytadi. Ölümni ko'p eslagan kishiga tavbaga aldirash, qalbni qanoat topqizish va ibodatga berilish qatorliq 3 turlik narsa beriladi. Ölümni unutgan kishiga tavbani kechiktirish, qanoatsizlik va ibodatga susuzlik qilishdan iborat 3 ish beriladi. Ölümni davomli asab turish foydali ishlar. Birinchi, qabrini ziyorat qilish. İbn Mas'ud radıyallahu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Sizlarni qabrini ziyorat qilishni cheklagan edim. Endi ziyorat qilsanglar bo'ladi. Chunki u dunyodan tazdirudi, oxiratni eslatadi. Imom Muslim rivoyat qilgan. Demak, qalb har qancha qetib ketgan taqdirdami, uningga qabrini ziyorat qilishdan vakrak manfaat ishi yo'q. İnsan qabrlarni ziyorat qilgan vaqtda o'zidan ilgari o'lib ketgan yaqin do'stlari va urug' tuqqanlarni yod etadi. İmam G'azzali mundaq deydi. Qabrlarni ziyorat qilish o'limni va qabrdagi ahvollarni eslatadi. Burunqi taqturqi va hol-ahvoli qatorliqlarni yodga soladi. Hamda to'pasida qolgan ashu go'zal chiroylar, chirib ketgan a'zolar, tul qolgan ayollar, yetim qolgan bolalar, shundoqlik ko'kka so'rilgan mol dunyolarni ko'z oldiga keltirdi va qabrdagilarning qanday qilib o'zlari o'chganligini o'ylaydi. Boshqalarni qanday tasavvur qilish va ular haqida nimalarni o'ylashdan qat'iy nazar, baribir qabrdagi u odam chirib ketib bo'ldi. Ular hech ish qodir emas. Qabrini ziyorat qilayotgan bu odam necha 10 yillarcha g'afil bo'lib yashag'achqa, endi go'rga put sangilganda qabr ziyoratidan olgan ta'sirlari bilanla yo'lini to'g'rilab bo'lolmaydi. İnsan öz mecburiyetlerinden gafil durgan mushundaq bir paytda ölüm kelsa, ölüm periştəsinin chiroyini ko'rsa, perişte onun cennette yoki do'zaxda ekanligini to'g'risida nido qilgan vaqtda o'zining ash qabrdagi insonlar bilan o'xshash ekanligini, o'zining ana shulardek g'aflat ekanligini va oqibatining shularning oqibati bilan o'xshash ekanligini ko'rib yetadi. Ibnul Jawziy mundaq deydi. Agar kelgusi ahvolini bilaydisang, xarobalarga aylangan qabrlarga qara ve özünü şularının arasında deb xayal qil. Ondan qabrida nimalarga muhtoj bo'lganligini o'yla. Bu dunyoda yashagan muddatda yaxshi amallarni ko'p qil. Biz qabrda dunyolikqa oid narsalarning hech biriga muhtoj emas. Chunki dunyolik ishlar qabrda afat va asrat alamga aylandi. Shundaqla sening hozir ahvoling o'yishga yaramdi. Qabrda san asqatamdi. Qarab boqqan. Agar arzisa hozir ahvoling bo'yicha ishing davomlashtirgin. Agar arzimasa Allohga tavba qilganda arziydigan ishlarni qilishga otlangan. İkinci, meyit yuyuş ve cenaze erişiş. Ebu Zer radıyallahu anhu'nun rivayet kılışça, Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Qabristonliqni ziyorat qilgan, o sana ölümni eslatadi. Meyitni yo'g'in, meyit yuyush yetarlik va vaznasatdir.
Cinaze namazı okugun. Belkim o seni gam endişeге selishi mumkin. Chunki Allohdan qo'rqib gam yegan kishi qiyomatda Allohning sayesinde bo'ladi. İmam Hakim rivoyat qilgan. Undaqda bizmi fursatni chong tutib meyit yuyish, namozini tushirish, qabrik apirib, yerlik qo'yish va ustiga to'p tashlash qatorliq ishlarni tajriba qilib ko'raylik. Chunki bu ishlar kishiga doim o'limni eslatib turadi. 3. O'lim haqidagi xayollar. Bu her kuni yoki har bir qancha kunda bir qitim vaqt chiqarib, tinch xilvat bir makonda o'lim farishasining jon olish uchun kelganligini va bu o'lim xabari ayol va bola chaqalarga yetganda ularga qanday ta'sir qilganligini hamda ularning bu ishga qanday maydon tutganligini xayol qilishimizdir. Shundoq yana meyit yo'g'irish kishining beshimiz, dilimiz va butun badanimizni yuvayotganligini, uningga o'zimizni topshirgan holda yotganligimizni, u o'z ishini tugatganda bo'lsa, o'riq tuqqan va yar birodarlarimizning bizni ko'tirib elib menib namozimizni tushirganligini va ularning bizni qabristonlikqa elib berib kumush oldirayotganligini, shundaqla ularning bizni yerlikka qo'yib ustimizga to'p tashlayotgan va bizni dafn qilib qaytgan holatini xayol qilishimiz. Shuningdek, munkir va nakir farishtalarning eng qabih shaklda kelib bizni savol so'roq qilayotgan va bizning ularning savollariga nimalar bilan javob qaytarayotganligimizni xayol qilishimizdir. İmam Qurtubi mundaq deydi: Ey mag'rur inson, sen sakratga tushib qolgan, ingrab faryod chekayotgan holatni tasavvur qilib ko'rgin. Yana shuni tasavvur qilganki, ba'zilar palonchi mundaq vasiyat qildi, palonchining sanoqsiz qo'rqtir qopti, palonchining tili ig'irlab qopti, deyotgan bo'lsa-mu, ammo men senga qarab turmoqdamanki, sen boshqalarning so'zini anglaysan-u, javob qaytara olmaysan. Qizing, suyimlik ota, sen ketsang mendek bir yetim qizni kim tarbiyalaydi, kim men qaraydi deb yig'lamoqda. Allohga qasamki, sen uning so'zlarini anglaysan-u, ammo javob qaytara olmaysan. Ey odam bolasi, sen o'zingning yotgan yeringdan 100 pisiq elinganingni, meyit yo'qsa seni yub kepalligining keyin o'yga o'riq tuqqan va qulum qo'shnilaring kelib sen bilan vidolashayotganligini, do'stlaring va qarindoshlaringning sen uchun yashayotganligini va meyit yo'qsining, meyitning ayoli qayerda kelib alollashib olsin, meyitning yetim qolgan farzandlari qayerda kelib meyitni ko'rib olinglar, endi ikkinchilab otanglarni ko'ra olmaysizlar deb chaqirayotgan holatni xayol qilib boqing. 4. Ölümge tayyorlanish. Ölüm xuddi Alloh taolo o'zining muborak kitobida aytganidek haqiqatan bir dahshatdan iboratdir. Peshinlarga ölüm dahshati kelganda. Maida surasi 106-oyat. Aql kishi mana bu kelishi muqarrar dahshatdan g'afil qolmaydi. Balki nijotlik izlab bu dahshat uchun tayyorliklarni ko'rib qo'ydi. Chunki meyitning oilasi musibat egilari bo'lganidek, meyitning musibat egasidir. Meyit egilarining musibati meyitning oilasidagilarning meyitdan ayrilib qolganlik dard ilmiga mubtalo bo'lishi va meyitdan manfaatlanishning to'xtab qolishidan bo'lgan bo'lsa, meyitning musibati uning amallarining o'lim bilan tanglishishi va qo'ldan ketgan narsalarni to'liqlash fursatidan kelmaslikka ketishidan bo'ladi. O'zining o'limi uchun tayyorlik ko'rib qo'ygan insonga o'lim musibati hisoblanmasdan balki rohat va utuq hisoblanadi. Suyimli kishilarning o'limi uchun tayyorlik ko'rgan inson sabr va bardashlik bilan hidoyatga erishadi. Musibat uchun oxirat ajriga erishadi. O'limga amaliy tayyorlik qilish tövendikidek bo'ladi. 1. Vasiyat yozib qo'yish va uni qisqartirish yoki to'liqlash uchun pat-pat qarab qo'yish. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Har qanday bir musulmonning vasiyat qoldirgudek bir narsa bo'lib, vasiyat qoldirmay 2 kishini o'tkazishi to'g'ri bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ibn Umar mundaq deydi: Men o'sha hadisni Payg'ambar alayhissalomdan anglaganimdan beri vasiyatimni yenimdan ayirib boqmadim. Her kim bu vasiyetni yazgan vaqtida ailesi ve bolalardan kutgan talep arzularini, shundaqla ularning keyingi turmushini qanday qilib kechirishi va ma'lumotlarni qanday sarf qilish qatorliqlar haqida istaklarni yozib qoldirsa bo'ladi. 2. O'lgandan keyin o'ziga savob yetib turgan sadiq jariyalar haqida o'ylanish. 3. Kipallarni oldin setib olish va pat-pat uni ko'rib turish. 4. Ayoli bilan o'lgandan keyingi ishlar ustida suhbat qurish. 5. Qarzlarni to'layotishga aldirash. 6. Vasiyetni udulluq yozib qo'yish. Haqiqatan salaf solihlar o'limi uchun oldin tayyorlik qilishga erishgan kishilardan bo'lib, bir kuni Abu Muhammad Farisi ayoliga: "Navodaman bugun o'lib ketib qolsam, falonchi kishini chaqirib kelgin. U mundaq ishlarni qilib qo'ysin" deb topildi. Biraydan uning ayolidan uning bugun o'ldiganlikka tushib kirib qolgan o'xshamamdi deb so'radi. Ayoli: "U bu gapni har kun deb chiqadi" dedi. 5. Arzu umidlarni xotirlatmash.
Kishi o'lim farishtasinin kelib jinini elishga boshlaganligini, qabrga qo'yilgandan keyin farishtalarning savol-so'roq qilishga boshlaganligini xayol qilib o'tib, to'satdan qabrda haqiqiy asqatadigan narsaning solih amallar ekanligini aytdi-da, shu bo'yicha ish ko'rdi. Xuddi Alloh taolo aytgandek, kimki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy rastlaydi. Rum surasi 44-oyat. Kishining ashu tayyorligi uningga ya jannat bog'chalaridan bir bog'cha yoki do'zax o'raklaridan bir o'rak aylanadi. Bu shaxs yana qo'ldan berib qo'ygan ishlar uchun hasrat chekkan holatini xayol qildi. Shundaqla yana tark etgan ishlarining o'rnini solih amallar orqali to'ldirilish uchun dunyoga qaytarilishni orzu qilgan holatlarni o'ylab yuribdi, gupildaydi. Xuddi Alloh taolo aytganidek, ularning biriga o'lim kelsa aytadiki, Parvardigorim, meni dunyoga qaytargin. Mo'minun surasi 99-oyat. U o'zining bu arzu xotirasiga dunyoga qaytib kelish mumkin bo'lganida namoz o'qish, ro'za tutish qatorliq arzu qilgan ibodatlarni xotirlatmadi va pul mol sarf qilish, haj va umra qilishni, mol-mulki, uy turg'ulari, bola chaqalari, ayoli, ota-onasi, qulum qo'shnilari, o'roq tuqqanlari, xizmatdoshlari va da'vat yo'lidagi qarindoshlarining bir qor aslab chiqadi. Shundaqla bu orqali o'z tarafidan zulm ko'rganlar va dunyoga qaytib rozi bo'lishini arzu qildirgan ishlarni eslaydi. Yuqorilarning hammasini inch xotirlab bo'lgandan keyin har qanday birining arzu qilganiga o'xshash o'ziningmi arzu qilgan ishlar borligini eslatadi-da, qiziq tegishli ishlarni bir qo'r jadvallashtirib chiqishga hamda bularni amalga oshirish uchun plan tuzishga va o'limni izchil yotitishga boshlaydi. Yazid Riqashi o'z-o'ziga mundaq deydi: "Alanga voy, o'lsang kim o'rnining namoz o'qib qo'ya oladi? Kim sen uchun ro'za tutib qo'ya oladi? Kim sendan kim Rabbingdan sen uchun rozi qilib qo'ydi?" 6. Sakratga tushgan vaqtni va bu vaqtda atrofiga to'plashlarni yodga keltirish. Ibn Jawziy mundaq deydi: Sakratda yotgan kishi hushiga kelgan vaqtda ishlar nihoyat inchik esiga keladi va u nihoyat o'tib ketadi. U o'tmishni yodga olgandan keyin kashki shu qo'ldan kirgizib qo'ygan ishlarning o'rnini to'ldirish uchun qo'yib berilsam va chin qalbimdan tavba qilib olsam deb arzu qilib ketadi. Hamda o'z-o'ziga ichinganlikdan o'lish oldida o'zi bo'g'vatgisi keladi. Navoda yuqorilardan birini saq vaqtida o'rniga olgan bo'lsa-edi, taqvolik bilan amal qilishga maqsad mudda hosil bo'lgan bo'ladi. Aql inson ana shu paytlarni ko'z oldiga keltirgan va shuning taqozosi bo'yicha ish tutgan kishidir. Agar u yuqori holatni aynan tasvirlashdan aziz kelsa, uyg'onganda xayol qilib ko'rsa bo'ladi. Bu uni havoyi vasga birlashishni tezdirib, amaliy ishlarga undaydi. Ana shu vaqtlarni ko'z oldida ketkizilgan kishi asr ilingan kishilik bo'lib ketadi. Hasan al-Basri bir kasalni yo'qlab kelganida, kasal sakratda yotgan bo'lib, Hasan al-Basri uning qiynalib va ig'ir dard ko'rayotgan holatini ko'rdi. Shuning bilan u uyiga rangi ro'yi o'zgargan holda qaytib kelishiga uynikilari Alloh sizlarga rahmat qilsin, taom keltiraylikmi dedi. U mundoq dedi: "Yeydigan va ichadiganlarni Xudo o'zingizlarga buyursin. Alloh qasamki, bugun men mushundaq bir bechorani uchratdim. Endi men toki Alloh bilan uchrashgan qadar to'xtamay amal qilaman." İmam Qurtubi mundaq deydi: "Meyitga va uning sakratlik holatiga hamda uning jon chiqayotgan holatiga qarash, shundaqla uning o'lgandan keyingi chiroy shaklini tasavvur qilish nafsini jalb qiladigan lazzatlarni yo'qtidi. Shadxo'ramlikni qalbdan haydab chiqaradi. Uyqu va rohat farog'atdan voz kechiradi. Kishini amal qilishga undab, tirikchilikni kuchaytirishga turtki bo'ladi." 7. Kasallik vaqtlarini aslash va kasallarni yo'qlash. Amaliyotda umr bo'yi qat'iy og'rib qolmaydigan kishilarni uchratish to'limi tez. Agar har bir kishi kasal chig'itga hayotining ta'mi o'zgarib qolgan, g'ayrati bo'shib, irodasi azlab ketgan, toat ibodatlarini qilish ig'ir kelib, sog'lom va saq vaqtlarda o'ng'ayli ado qilib kelgan nurg'un ishlarni o'rnashga qodir bo'lolmayotgan vaqtni eslab turgan bo'lsa edi, albatta, sakrat vaqtining kasal vaqtidan battar bo'lganligini, xuddi kasal uning hech bir shartsiz kelgandek, sakratmi uning tuyuqsiz kelganligini, kesel paytlarda sağlam vaqtning kelishini umid qilganidek, sakrat vaqtida dunyoga qaytarilishni va oxirat uchun tirishib amal qilishni orzu qilganligini yodga oladi. O'zining kesel vaqtini eslash bilan birga kasallarni yo'qlash va ularning no'atlarini ko'rishni davomlashtirish intayin muhim. Bu ishlar nihoyat unumli va oson usuldir. Chunki doktorxonalar kasallarga to'lgan bo'lib, u yerda kishiga hayotini ko'ngilsiz his qildiradigan va dunyoni asl haqiqati bo'yicha ko'rishga muvaffaq qilgan nurg'un qiyin ahvollarni uchratqili bo'ladi. 8. Tugmas arzu-armonlarga chek qo'yish. İçimizga cho'kib, jimjit o'ltirib, o'zimizning hayotiga bir qo'r qarab chiqishimiz va kam ketgan arzu-armonlarimizga diagnoz qo'yib beqishimiz, arzu-armonlarimizdan qayerda to'xtab, qayerda aqlli-sog'liqni bilib beqishimiz lozim. İnsanning uylanish, balaliq bo'lish,
boylik to'plash, nom shuhratga erishish qatorliq qandaqli armonlari bo'lsin va bu arzu g'oyalarni ishga oshirishda qanchalik muvaffaqiyat qozongan bo'lsin, baribir bularning hech birini qo'lda saqlab qola olmaydi. Chunki o'lim har qachon uning butun hayotida qo'lga keltirgan narsalardan ayrilishi mumkin. Kishi qo'lga keltirish uchun tirishchilik ko'rsatadigan bu arzular va g'oyalar uning nimalarni taqdim qila oladi, bu bir masala. Belki siz kishilik shon-sharaf va dunyoda o'z-o'zidan faxrlanib yashash u taqdim qilgan narsa deyishingiz mumkin. Halbuki bu narsalarning hammasi o'lim bilan teng oxirlashadi. Xuddi donishmandlarning aytganidek, o'likning faxrlangidek hech narsa bo'lmaydi. Chunki boymi, kambag'almi, xonmi, fuqaromi hammasi barobar tuproq ostidadir. Siz payg'ambar alayhissalomning buni so'z ustida o'ylanib baqing. U zot mundaq deydi. Menga Jibril kelib mundaq dedi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qandaqli yashagan bo'lishingdan qat'iy nazar sen hamon o'lasan. Kimni yaxshi ko'rgan bo'lishingdan qat'iy nazar sen hamon ayrilsan. Qandaq amal qilishingdan qat'iy nazar hamon uning natijasini ko'rasan. Bilginki, mu'minning shon-sharafi uning kechalari qiyom turib o'qigan namozlardan keladi. İzzat obro'yi bo'lsa uning o'zini boshqalardan beajat sanishidan kelgandir." Albanining sayyidislar to'plami. Undaqda biz zaman bir kuni dunyodan ayrilgan turuqliq nemishqa texim ko'p mol dunyoga ega bo'lish ko'yida uning orqasida yuguraymiz. Halbuki biz dunyodan ayrilib ketgandan keyin bahranimiz deb chapatasib topgan mol mulkimizdanmi, alofizni ko'rimiz deb kurashlarni qilib yurib erishgan mansab martabalarimizdanmi va bizga asqatidi deb qurbonliqlarni berib cho'ng qilgan bolalarimizdanmi ayrilib qolgan tursak, buncha qilib ketishimizning zodi nimaga foydasi bor? Acaba her kuni uzib qo'yayotgan ko'z oldimizda kishilar bizga ibrat bo'la olmasmi? Halbuki ularning bizga o'xshashlar kelajakda arzu umidlari va nishon g'oyalari bo'lib, tuyuqsiz kelgan o'lim ular bilan ularning arzu g'oyalari arasini to'sib qo'ygan edi. Ibn Umar radhiyallohu anhuning aytishicha, payg'ambar alayhissalom uning mo'risini suturib, dunyoda xuddi musafir yoki yo'lovchilik bo'lgan degan ekan. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq aytdi: "Kechqurunligi atganligingizni kutmagin, atganligi kechqurunligini kutmagin. Saq vaqtini g'animat bilib, kesal vaqtini qila olmaydigan ishlarni qilib ol. Hayotlikni g'animat bilib, o'lgandan keyin qila olmaydigan ishlarni qilib ol." Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ma'rif al-Karqi hazratlari bir kishiga bizga peshin namozini o'qib bergan dedi. Ayloq kishi bo'lsa, sizlarga peshin namozini birga o'qib beray, ammo asrni sizlarga o'qib bera olmayman dedi. U zot mundaq dedi: "Sen xuddi asrga yashashni arzu qilgandek ko'rinsan-ku, Alloh arzuni uzun qilishdan panoh bersin" dedi. Raja ibn Ayva Abu Dardodan rivoyat qilib mundaq dedi: "Ey Damashq ahli, sizlarga qirinishinglarni nasihat qilmoqda, quloq solinglar" degan. Shuning bilan kishilar uning atrofiga to'plangandan keyin u mundaq dedi: "Sizlar o'zinglar turmaydigan turoqlarni qo'riyapsizlar, yemaydigan narsalarni yig'yapsizlar, to'liqlab tugatkili bo'lmaydigan ishlarni arzu qilib o'tibsizlar. Bu sizlarning nima qilganinglar? Shaksizki sizlardan ilgari o'tganlarmi mustahkam binolarni qurgan, uzoq arzu umidlarni qilishgan va ko'p mol dunyo jo'lgan edi. Ammo ularning arzulari mag'rurlikqa, mol dunyolari halokatga va turoqlari qabristonlikqa aylandi." Abdullah ibn Shamit mundaq deydi: "Men otamning mundaq deganligini anglagan edim. Ey saqliqqa aldangan inson, acaba sen kasal bo'lmaymi o'lib ketganlarni ko'rmaganmiding? Ey muhlatining uzartilganligiga aldangan inson, acaba sen tayyorliqsiz elib ketilganlarni ko'rmaganmi? Agar sen uzun umr ko'rishni o'ylasang eding, ko'z oldingdagi lazzatdan voz kechgan bo'larding. Sen saqliqqa aldanyotamsan yoki bo'lmasa uzun mezgil xotirjam hayot seni yo'q qilib qo'yayotamdi? Yoki sen o'limingdan shuncha xotirjammi? Yoki sen o'lim peristasiga qarshi turmoqchimi? Shubhasizki, o'lim peristasi kelib qolgudek bo'lsa, seni uningdan boyning mol-mulkimi, yiqqan jiqqada mol dunyosini to'sib qola olmaydi. Acaba sen o'lim soatini qiynaydigan, g'am yeydigan va qilmishlariga asrat nadami chekadigan vaqt ekanligini bilmamsan? Hasan al-Basri mundaq deydi: "Dunyoga nazar solish seni xushal qiladigan ish bo'lsa, sana boshqalar qoldirib ketgan dunyoning holiga qara."